Assalomu alaykum, hörmətlik Uyğur Çayxanası söhbətləri proqramımızdakı əziz ko'rmanlari. Bugun 2026-yil 1 ayning 23 kuni. Bugun biz ko'pchilikning diqqatida Kanada va Xitoy munosabatidagi yangi bir burilish nuqtasi haqida to'xtalamiz. Kanada bosh ministri Mark Carney yaqinda Beyjing ziyoratida bo'ldi. Unga Kanada tashqi ishlar ministri Melanie Joly va bir turkum savdo vakillari hamroh bo'ldi. Bu ziyorat bir tarafdan iqtisodiy hamkorlik va tinchlik signali deb qaralsa, yana bir tarafdan xalqaro geopolitik shaxmat taxtasiga xatarlik bir yurish deb baholanmoqda. Bugungi suhbatimizning temasi Beyjing ziyoratidan keyingi geopolitik o'yinda Kanada qaysi tarafda? Bu vaqtda biz bilan o'z qarashlarini o'rtoqlash uchun Sharq Turkiston Ulusal tadqiqot markazining qurg'uvchisi, direktori, shundaqla tunilgan siyosiy analizchi Ruqiya Turdish xonimni taklif qildim. Ruqiya Turdish xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizga naq maydonda qatnashib berganingizga rahmat aytaman. Sizga rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa biz savol qismiga kirib ketaylik. Birinchi savol. Hurmatli Ruqiya Turdish xonim, suhbatimizni eng qiziqarli nuqtasidan boshlasak, bosh ministr Mark Carney, ya'ni Kanadaniki bosh ministri Mark Carney yaqinda muhim amaldorlar bilan birga Beyjing ziyoratga atlanganda Kanadadagi Uyg'ur tashkilotlari uning maktub yo'llab Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yishni talab qilgan ahvollar bormi? Agar talab qilgan ahvollar bo'lgan bo'lsa, bu xatda nimalar o'ttirib qo'yilgan? Kanada parlamenti dunyoda Amerikadan qolsa Uyg'ur irqiy qirg'inishini rasmiy e'tirof qilgan ikkinchi davlat turuqliq nima uchun bosh ministr Beyjingdagi ziyoratga boradi? Ham bu ziyoratga borishga maqsad nima? Xo'sh, ekran sizda. Mening xabarim bo'lishicha, tashkilotlar ayrim o'z oldiga, masalan, shaxsan bizningki tadqiqot markazi bor, bu yerdagi tadqiqot markazi bir advokasiya qiladigan o'rin bo'lmaganligi uchun shaxsan unda advokasiya xatlarini normalda yozmaymiz, to'g'ri kelib qolmasa. Ammo o'z oldimizga qilmaymiz, qilish to'g'ri kelsa, chunki o'z oldiga yolg'iz tashkilotlar xat avatgandan coalition bo'lib, birlashib avatgan bir jiqaroq besim bo'ldi deb ashta o'ylaymiz. Shuningga bu boshqa tashkilotlarning xat bergan ahvollari shaxs o'z oldiga, ya'ni mustaqil holda. Bormi yo'qmi uni men uqmayman. Bizning boshqa Uyg'ur tashkilotlar bilan bu vaqtda bir aloqamiz bo'lmadi. Ammo menchi boshqa Uyg'ur tashkilotlari, Tibetliklar, undan keyin Hong Kongliklar, undan keyin Xitoy demokratlari bularningki coalition bor. Shu Xitoy masalasini o'tirib qo'ydigancha. Aniqlam bu tashkilotlar, unga Human Rights Watchmi, buning ichida bor nima qildi? Bular hammasi har qatim Kanadaningki Xitoy bilan bo'ldigan ko'rishmalarga albatta shu Uyg'ur masalasini tilga ilishni, majburiy emgak masalasini o'tirib qo'yishni, undan keyin boshqa, ya'ni Tibetning masalalari nurg'un takliflarni biroq birlikda qo'yib xat avatdi. Uning aniqlan bu qitimmi China Coalition xat avatgandan ashta angladim men. Undan keyin nimami mau Green Party, Yeşillar Partiyasimi berishdan burun bu cho'qim inson haqlari masalasini Xitoyda tilga ilish kerak deb o'tirib qo'ygan ish bor. Endi buning qarta bir ular kelgan bir xabarlar bormi yo'qmi? Javoblar masalan. Bu to'g'risida bir xabarlarimiz bormi? Menimcha hukumatning hukumatningki javobi odatda mandaq deyiglikchi bular. Endi maqatim Carneyning nimasiga ziyorati to'g'risida nim deb javob keldi uqmayman. Ammo hukumatningki javobi normalda, chunki bunda ko'rishmalar davomli bo'lib turdi emasmi Xitoy bilan. Xitoy konsuli bilan bo'lib turdi. Chunki bu davlat bilan davlat o'rtasida munosabat bo'lgandan keyin. Davomli bizga keladigan formal javob nihoyatda klassik o'xshashlam. Chunki Kanadaning tutgan yo'li o'xshamaydi. Chunki bular deydiki javobda biz besimni, masalan, men o'zim bevosita shaxsan ko'rishgan vaqtimdami hukumat odamlari bilan bular islamlikqa yolg'iz ko'rishmalardan o'tirib qo'yinglar degan vaqtlardami mushu javobni bergan. Uning oldida o'zimlikqa burun men shaxsiy yozgan xatlarimga shunda javoblar kelgancha. Bu Kanadaning maydoni buningda mandaq. Biz hamkorlashib institutionlar,
təşkilatlar, xalqaralıq təşkilatlar və başqa özümüzün alliance, yəni dost dövlətlərimiz bilan birlikdə birləşib bu nərsəni Xitayğa besim qılımız. Yalnız görüşmələrdə biz həmmə nərsini əkirvanmayımız. Nima to'g'riliq görəşməkçi olsaq şunu qılımız. Onun üstüge yalnız görüşmədəki besimning onda bək çoğ təsiri bo'lmaydi deb o'ylaydi. Çünki Kanada hozirgi kelgicha şuna BDT'dimi məsələn o'tganda 51 dövlət qo'l qo'ygan xatni Kanada boshlatgan. Shunaqmi? Kanada bosh bo'lib qolgan. Uningki Kanada birinchi bo'lib mush House of Common'dan nima qilgan? Shu uning oldida parlamentniki report chiqadi u genocide deb Uyg'urlarni. 2020 chiqadi, 2021 Kanada aqidillam parlamentda 260 dan 0 ovoz bilan bu Xitoyning qilayotgani genocide deb parlamentdan o'tdi. Endi Kanada bunda ishlan ham parliamentary report chiqadi, ya'ni doklad chiqadi da parlamentdan. Parlamentning inson huquqlari subkomitetidan doklad chiqadi, ham parlamentdan buni genocide deb o'tkazdi. Bu bütün Yevropadagi boshqa davlatlar keyin ergashdi. Buning hammasini Kanada bosh bo'lib qilg'iliq. Endi BDTdagi Xitoyga inson huquqlarini tanqidlaydigan ishdimi? Asosan Kanada beshida. Kanada bosh bo'lib boshqa davlatlarni ergashtirib shuni qilayli deb qilayotganda, yillardan beri Kanada shu yilqi o'z yolg'iz bo'lgan ko'rishmalarda bu ishni o'tirib qo'ysak buning bir ta'sir bo'lmaydi ekan. Shuni biz alliance, ya'ni do'stlarimiz bilan birlikda besim qilishimiz kerak deb mundaq bir yo'lni tutug'liq siyosati mushu endi. Balkim keldigan javobmi shu shunda deydi bu. Nimdab Carney bu qitim bizning prime minister bu masalani o'tirib qo'ymadi, yolg'iz ko'rishmisida desakmi, u aniqlam shunda deydi. Cho'shta javob berdi. Rahmat. Hozir siz deb ketdingiz, Amerikadan qilib qolsa, Kanada parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'iz ikkinchi qatim ikki yil e'tirof Yevropalik davlatlarni e'tirof qilish uchun bir turtki bo'ldi deb. Endi shu bir necha kun bo'ldi bir xabarlarda, WhatsApp gruppalardami boshqa ham so'zlab turdi. Kanada parlamentidagi Uyg'ur irqiy qirg'iz e'tirof qilgan vaqtida shu to'g'risida raportni bor deydi. Shunda Sharq Turkistonning 1933-1944 qatimlik mustaqil davlatni qurganligi, undan keyin Xitoy hukumatniki bu ishg'ol qilganligi haqidagi shu raportni shu Angliya bilan Shvetsiyami shularning nimalar buni tekshirgilar Kanada bilan nima qildi ekan degandek bir xabarlar chiqdi. Bunda sizning xabaringiz bormi shu narsa? Nima xabarlar? Men gapingizni tushunmadim. Kanada parlamentininki chiqargan shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqidagi raportda 1933-1944da Uyg'urlarniki ikki qatim orqa-orqadan Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurganligi, bu Cumhuriyetlarniki Xitoy hukumat tarafidan ag'dirilib, Xitoy hukumatiniki mustamlik tushib qolganligi haqidagi mush nimalar bor deb ingliz nimasini tekstlar qilib taqatcha WhatsApp gruppalarga chiqib taqildi bu narsa. Ana mushu raport haqida Angliyaniki tadqiqotchilari bilan Shvetsiyaniki bularni shu tekshirib mushning bilan Kanada parlamenti dokladida qarab chiqar ekan degan bir gaplar bo'ldi. Bu to'g'risida sizning xabaringiz bormi? Boshqa davlatlar u Shvetsiya, Angliyaniga kelib Kanadaning dokladida qarab chiqadigan unda bir ish bo'lmaydi. Boshqa davlat kelib yana bir davlatning dokladida qarab chiqadigan e'lon qilinib bo'lgan bir doklad uchun. Endi u dokladda albatta bu bizning tariximiz yozganda bu yana besilgan zamin, unda qurilganligi u narsalarni background information, ya'ni oxir ko'rinish bu Sharq Turkiston degan qanday deganni bir ta'kidlab o'tish uchun yozilgan narsa. U deganlik Kanada bizning mustaqilligimizni e'tirof qilganligi uchun bular cho'qim mustaqil bo'lish kerak. Bundan keyin bularni besilgan zamin deb ataymiz deganligi uchun yozilgan narsa emas deb qarayman. Rahmat. Endi ikkinchi savol. Chunki aytib qo'ygan narsam Kanada chunki Xitoyning zamin butunligini e'tirof qilamiz deganlik uchun. Shunga u Xitoy qilib bizni ishimiz bizning zaminimiz deb olgan ekan. Shunlar bularni unda deyolmaydi. Shunga bizning advokasiyaligimiz bundan keyin bu Xitoyning ishi emas deb shu mustaqillik Xitoy bizni besib olgan Xitoyning territoriyasi emas, bu bizning territoriyamiz. Uning aralashtirsan, nimishga aralashtirsa bu Xitoyning degini uchun mengish kerakmi? Bu Xitoyning yolg'on tarixiga nimishga rost qilib agishib mangsizlar deganga qarshi kuchishimiz kerak shu. Rahmat. Endi ikkinchi savol o'sha Davos yig'ini ochildi. Hozir ochilib tugdimi bu yig'in? Davos yig'ini va Kanadani tanlash haqida. Ama Davosga dunyo iqtisodiy munbirda butun dunyoning diqqati Donald Trump o'tirib qo'ygan tinchlik hayitiga markazlashdi, lekin Kanadaning bu jarayondagi sukuti va kiyinlar Beijing qarab yo'l elishi nurg'un gumonlarni paydo qildi. Sizcha Mark Carney Davosga yangi dunyo tartibidan o'zini chetga kelib, Xitoy bilan ayrim savdo yo'li orqali Kanadaning xalqaro obraziga ziyon yetkazayotdi? Yo'q,
Ya, bence, McCartney berip bizning Prime Minister Davosda key speech berdi, ya'ni halqılık söz qildi u yerda. U o'zini qochirgan, qatnashmagan bir ishi yo'q. Ammo, Yevropa davlatlarininki iliqi nima ayrim ko'rishmalarga qatnashmagan bo'lishi mumkin. Bu deganlik u o'zini qochirganlik unda bir narsani ko'rsatmaydi. Chunki, yanalam ittifoqdosh davlatlarning birisi NATOdagi birligimiz bor, nurg'un Arktikdagi birligimiz bor, Amerika bilan, Yevropa bilan ittifoqdosh bu deganlik bu hammadan ayrilib chiqibla Xitoy bilan hech qanday yo ideologiyasi yo hech nimasi o'xshamaydigan bir davlat bilan birdan bilan ittifoqdosh bo'lib ketadigan, bir align bo'lib ketadigan bunda bir narsa yo'q. Ammo McCartneyning so'zi mening diqqatimni tortdi. U yerda bergan so'zida McCartney masalan bu yilqi hozirgi dunyo sistemasi ishlamasligiga keldi. Bu g'arbninki Western Power'ninki bu g'arb sistemasi bo'yicha boshqarilish bu yilqi bundaq unilateral power, ya'ni bir hozir hegemonik Amerika bir davlat boshqarib kelayotgan butun dunyoga birlam Amerikaning gapini anglaydigan. Bunda sistemning vaqti o'tdi. Biz multilateral, ya'ni ko'p qutbli boshqarish kerak degandek mundaq narsalarni o'tirib qo'ydi. Bu gapi so'zda Xitoyninki ammo dunyo sistemasi o'ldi, g'arb sistemasi o'ldi, bundan keyin dunyo ko'p qutublashadi, unda degan gaplar bilan o'xshab ketadi. Lekin bu so'zdagi o'xshab ketganlik amaliyotdagi praktikadagi sistemdagi ideologiyadagi hamma narsa bir yo'lga kirib qoldi deganlikni bildirmaydi. Endi bu Kanadaninki Yevropa bilan nurg'un Yevropaning o'zining mitinglarga, diskussionlarga qatnashgan bir ish bor deyman. Ashta dedingiz savolda. Unda o'qilishidagi sabab bu Davosni o'zini qochirib, u yer kirmay Xitoy tarafga o'tganlikdan uningdan emas. Chunki Kanada bilan Yevropa o'xshamaydi. Yevropa hozir bu Amerika Yevropaning o'zining ajandasi bor. Hamma davlatning o'zining ajandasi bor. Yevropaning ajandasi Yevropa u yerdagi o'zining mustaqilligini qo'riyman. Amerika meni butunlay kontrol qilib olmasligi kerak degan bilan Yevropa biz o'zimizning defense sistemasini qurib chiqaylik. O'zimiz Rusdan qo'rimasak, bundan keyin hamda Amerika hozir Greenlandni olaman deydi, uni olaman deb, buni olaman deb Amerika bizni qo'rimaydigan o'xshaydi, qo'g'dimaydigan o'xshaydi securityda deb tayinliq emasmi? Qo'g'dimaydigan o'xshaydi. Shunga biz o'zimiz defense narsamda nima? Qo'g'dinish nimasi sistemasini o'zimiz qurib, o'zimizning kuchiga tayanib, o'zimizning funksiyasini joriy qildirmasak bo'lmaydigan deb u bir European Union bu narsalarni maslahatlashadi. Uni ichida Kanada yo'q. Chunki Kanada European Unionning ichidagi bir davlat emas. Kanada uning ustiga Yevropadagi u Amerikadan mustaqil bo'lib butunlay o'zimning funksiyasini o'zim qila olaman deyolmaydi. U mumkin emas, Amerikadan ayrilanmaydi. Ammo u ayniqsa ayrilanmaydi. Tafsir deyishga to'g'ri keldi buni. Chunki biz bir qit'ada bizning sekuritetimiz butunlay Amerikaga biqiniqli. Biz o'zimiz qachon o'zimizni qanday qo'g'daymiz Amerika bilan birga tursak. Ya'ni shu Amerika bilan birga qo'g'dilinadigan gap bizning bexatarligimiz shu. Arktikmi shu, Shimoliy qutbga ishimizmi shu. Shunday bo'lgandan keyin nurg'un masala bor bu yerda. Yevropaninki u diskussionlar bizga nurg'un narsa munosabatsiz bo'lg'achqa bizning Prime Minister kirib u yerga gap qilmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda qatnashdi. Qatnashmaylam chetga chiqib olgan yeri yo'q. Ammo so'zda gapi Xitoyning gapiga o'xshab ketdi. Ammo u o'xshab ketganlik mencha nurg'un analizchilar bu Xitoyga o'xshash gap qilib qo'ydi bu yerda degandek deb qilish mumkin. Chunki men qarasam bu g'arbninki kuchi Western Unified Power hamda burunqi dunyo sistemasi, g'arb qurgan dunyo sistemasi bundan nima qilmaydi, biz bir ko'p qutbli sistemaga qarab menyapmiz degandek gaplarni qildi. Bu Xitoyning gapiga bizga o'xshab ketadi. U so'zda o'xshab ketgan bilan ma'ni qat'iy o'xshamaydi. Ma'nisida Kanada middle power, ya'ni o'ttiri kuch davlat bo'lganligi uchun ko'p qutbli qilib boshqa, ya'ni biror cho'ng powerning qanoti ostiga yoki dominansini boshqarishi, kontrol qilishiga kirib qolmay, hamma qonun bo'yicha, ya'ni qonun bo'yicha mangsa, hammamiz qonun bo'yicha mexanizmni hammamiz bir yerga kelib biroq boshqaradigan bunday ish qilsak deydi. U Xitoyning u multi power, ya'ni ko'p qutbli degani Amerikaning hegemoniyasini butunlay rad qilib, juyitimiz ko'p qutbli bo'lib, Tiansha ideologiyasini chiqarib, ya'ni u Xitoyning u Tiansha ideologiyasi ma'no. U ma'noda Xitoy demakchiki, butun dunyoni middle kingdom, o'ttirdagi podshoh bo'lib, men boshqaraman. Jannatning osti Tiansha ideologiyasi bor Xitoyniki. Shu butun narsa bu Huangdi avlodlariga bog'liq butun dunyo shu Xitoyning boshqarishi ostida bo'ldi. Lekin hech kimga aralashmaydi deb munda deylik bu Xitoy. Bu ikkisining so'z o'xshagan bilan ma'no
qattiq o'xshamaydi. Uning ustiga bu qanday bu Xitoy bilan o'xshash bir strategiya kelalaydi Kanada. Mumkin emas Xitoy bilan birlashib ketmaydi. Chunki inson haqlarida Xitoy deylik, hech kimning inson haqlari degan bir narsani haqninki aralashtirmaslik kerak. Davlatning o'zining butunligi, o'zining huquqi, sovereignty'ga, mustaqilligi, inson haqlari degan bir narsani aralashtirmaslik kerak deydi. Kanadaning siyosiy kulturi, ya'ni siyosiy kulturi bunga yo'l qo'ymaydi. Bu bir sistema bo'lgan bir davlat. Kanada inson haqlarini eng qo'g'daydigan davlat. Shuningga butun dunyodan odam oladi bu davlat. Butun dunyoda inson haqlarini gapini qiladigan davlat. Uningga u Xitoy bilan nima deymiz 360 gradus qarama-qarshi narsada. Lekin u Kanadaniki qimmat qarashi, demokratik ko'z qarashi hech nimasi Xitoy bilan o'xshamaydi. Xitoy degan ma'no bilan uning ishiga butun davlatlar hammasi bir-birining ishiga aralashmaslik kerak. Aralashmasdan mushta dunyoni ko'p qutbli qilamiz deydi. Kanada unda deylik emas. Kanada butun dunyoning, ya'ni butun dunyoga foydali bo'lgan umumiy xalqaro qonunning ostida ko'p qutbli bo'lib birga boshqaramiz deylik. U Xitoyning degan sistemasi bilan Kanadaning degan sistemasi qat'iy o'xshamaydi. Lekin so'z unda o'xshash chiqqandan keyin xalqlar bu ajab Xitoyga o'xshash gap qilib qoldi deyish mumkin. Undan keyin u Yevropaninki u mitinglariga qatnashmaganligimi u mencha bu Kanadaninki bu Yevropadan qimmat qarashi yoki Amerikaning yo'lidan neri qechib biroqli Xitoy tarafga o'tib ketganini bildirmaydi. Rahmat. Yani bu qatimki bu Kanada bosh ministriniki Xitoy ziyorat qilgan vaqtda savdo jihatlarda bu qanday bir to'xtamlarni tuzib bu qildi bu vaqtga o'zingiz kuzatgan nimalar? Kanada bu hamma yerda mediada bo'ladi, hamma Uyg'urlar bilishi mumkin. Shu Kanada burun bu 100% bosh qo'ygan Xitoyning elektrik mashinasiga. O mashinani olamiz, bajni 60% tushiramiz yoki undan tuvanga tushiramiz deganda savdolashibdi. Undan keyin Kanadaning po'chaqmini Xitoy olmayotgan-ku. Bizning meni mashinamni olmasa uni olmayman deb. Shundan keyin bu Kanada asosan dehqonchilikni asos qilgan yerlari bekjiq, yeri keng bo'lgandan keyin, terixchilik yerlari bekjiq bo'lgandan keyin bu terixchilik yerlar hammasi vayron bo'lib iqtisodiy tushib ketadi deb Xitoyga setishni maqsad qilib Xitoy uni oladigan bo'pti. Ularmi Kanadaning Xitoyning mashinasini, elektronik mashinasini oladigan bo'pti. Ashunda bo'lib kelishib ketdi. Lekin hozir endi bu biz Xitoyning mashinasini olsak u yerdagi, lekin yana miyadiki endi asosan zavodlar, shu Amerikaning zavodlari bor, Kanadaning o'zining auto industriya bor emasmi, o mashina zavodi. Ular Xitoyning azam mashinasi kirib ketsa, ular o'ladigan gapda endi bankruptcy bo'lib ketadigan gap. Shuningga hozir Kanada Xitoydan u yerdan akirmaymiz, mushad yasaysa, Kanada o'zida yasaysa deb ashunda nima qilyotidi. Men akşam bir maqola yozdim, bizning tadqiqot markaziga chiqarib qo'yma bugun vaqtim yetsa. Bunda har qancha u Xitoyningki mashinasini u yerda yasatganini akirmay, akirib Kanadada yasatgan taqdirdimi bu Kanadani Xitoyningki majburiy emgakka, ya'ni majburiy emgakmi qirg'inchilikning bir turi. Xitoy qilayotgan qirg'inchilikqa Kanadani complicit qilib qo'ydi, ya'ni aralashgan qilib qo'ydi-chu, indirect nima deymiz, bevosita emas, aralashgan shaklga kelib qo'ydi. Chunki u mashinalarni u yerda Uyg'ur va majburiy emgak, Uyg'ur qul emgakchilar bilan yasamagan Kanadada yasatgan taqdirdimi, u mashinaga ketadigan batareya bor, batareyalar, uning hammasi mineral moddalar, ularning hammasini konlarga shu Uyg'ur emgak, majburiy emgak kuchlarini, qul emgaklarini ishlatayotgan gap Xitoy. Undan bo'lganki yana bu chetish bo'lib qoldi. Shuningga endi biz buni Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan qarshi Xitoyning mashinasining kirishiga, ammo Kanada xalqi qattiq qo'llab ketib bordi. Masalan 2023 Xitoy bilan savdo qilsak bo'lmaydi deydigan odam 50% Kanadada. Men survey qarsam, 9-oydagi surveyga qarsam, nimaga? Statistikaga. Xalqlar hozir Kanadada hozir uningdan mijih bo'lishi mumkin texi. Xitoy bilan savdo qilamiz degan odamlar 51% ga chiqibdi. Chunki Kanadada iqtisod pek cho'kib bordi. Ishsizlik pek og'ir bo'lgan keyin hamma xalq shu o'zining iqtisodi bilan qilyapti-da, boshda o'zini ham o'ylab, iqtisod qilamiz, qayerdan pul kirsa shu hisoblab shunday. Buning sababimi shu Amerikaning bizga bosh qo'ygan, 50% bosh qo'ygan ishidan chiqyapti-da. Amerika bizning, chunki bizningki 80% malni shu Amerikaga sotamiz-chu. U Xitoy baribir Xitoydan savdo qilsa, u bek oz u savdo. Bek yomon kichik u Xitoy bilan qilgan savdomiz. 80% mal u Amerika unda jih bosh qo'ygandan keyin shuning ham deb Kanada o'zining iqtisodini unda qilsa
Unda baş qoysa bizning iqtisodimiz bek cho'kibdi-da. Unda bo'lgandan keyin Kanada o'zining iqtisodini biza taraqqiy qildirish uchun ekonomisini diverse qilish kerak. Kanada Xitoynilam emas, hamma yerga bosh urib, Yevropa bilan, hamma yer bilan savdo qilaman deb Amerikaga sotadigan mollarini boshqa yerga setib, Amerikaga bek beqini qolmay deb ashtaq qilyotidi. Endi buning Amerika nima deydi? Chunki buningga Amerika qarab turmaydi. Bajni beka-bekadan qo'ymaydi. Ha bo'pti boshqa yer bilan savdo qil deb ham o'tmaydi. Biz bir qit'ada nurg'un security manfaatimiz Amerika bilan birga. Rahmat. Hozir siz deb keldingiz Xitoy bilan bu Kanadaniki nurg'un savdo nimalari tuzib keldi deb. Endi shundaqla Xitoy hukumati Kanadaliklarni vizasiz Xitoyga bir ziyorat qilish, bir oylik shu narsani qildi-ku, shu narsani angldik hamda. Endi bu tijoratning siyosatning oldida tijorat mangdi deb endi bir aylan yezbida endi. Kim bildi üstel oldida Xitoy bilan Uyg'ur, Tibet to'g'riliq nimalarni deyishib keldi. Balkim Turkiyadan M62 siyosat nimasi orqali keladigan Uyg'urlarning ishini to'xtatib qilish mumkinmi deydi. Mushu M62 haqidagi narsani siz qancha Men bilmayman. M62ninki ko'chma ishini men qilyapmayman. Uningdan keyin buni Kanada shu resolution chiqargandan keyin uning bejirish ishlarini Kanadadagi advocacy bir tashkilot bor, Mehmet To'xti shu tashkilot efendim shuning beshi. Shular qilyotgan ish balkim ular immigration bilan ko'chmanlar idorasi bilan bevosita aloqa qilishib M62 degan ayrimli bir Turkiyada odam qabul qiladigan bir narsa uchun. Endi u resolutionni u bir yil o'tdi, majildan keyin yana advokasiyalik qilmasa to'xtab qolamdi, to'xtab qolmamdi, ularni shular so'zlashgan bo'lishi mumkin. Mening uningdan xabarim yo'q. Men ko'chma ishlarini qilmagandan keyin. Endi hozirgi bu siyosat zodi manfaat ustiga qurildi ekan, manfaatdan boshqani tonimaydi ekan, ko'ryapmiz. Yoki din yoki qarindoshlik degandek hech kim tonimaydi ekanda bu manfaatni anvasini. Endi hozirgi shu Kanada bosh ministriniki dunyoda ikkinchi qatim Uyg'ur erkaklarni e'tirof qilib ham Ukraina urushida Rossiya qattiq qarash nima qilayotgan nimalar qatorida bor Kanada shundaqmi? Xitoyning Rossiyaning eng yaqin qo'llashayotgan hozir hamda Xitoyga nimasiga berishi, Xitoyni qattiq bir tijorat qilib qaytib kelishi, Xitoy bilan Beyjingda qizg'in kurashib mushlarni qilishi, ya'ni Kanada hukumatining hamda bir xalqaro qo'sh o'lcham tutqunligini ifodalamlar shu. Mencha faqat iqtisod mushu tarix sababindan Kanada badi, lekin bu qitimqi prime ministerning bunday qilishini shaxsan men o'zim to'g'ri ko'rmaymiz. Nurg'un kanadaliklar to'g'ri ko'rmaydi, chunki bexatarlik masalasini aytganda bu iqtisodiy manfaatni bexatarlik masalasini nurg'un tahdidga uchratganlikchi. Bu Uyg'ur Sharq Turkiston masalasini ham emas, Kanada o'zinimi tahdidga uchratyapti. Chunki bu Xitoyni bular bu iqtisodni lam qiladi, menga ta'sir qilolmaydi deb munda o'ylab qo'yapti. U Xitoyning deganlarini, Xitoyning strategiyasini nima maqsad bilan qilayotganini tushunmayapti. Bu Kanadada aytki, men faqat iqtisodiy jihatdan muomala qilaman, yana bu ittifoqdosh davlatlar bilan Amerika yoki Yevropa bular bilan yana bir yer turaverman deb o'ylaydi. Chunki Kanada NATOda bor, Indo-Pasifik Kanada bor, Arktikda Kanadaning yeridan foydalanmasa Amerika hech nima qilolmaydi. Amerikaning butun askari NORAD bormi? North Airspace havo yo'li shimoldagi shu yerdagi havo yo'lidanmi Kanadaning yeri u. Ammo butun askar, butun mablag', butun narsa Amerikaning. Bu yerda Amerika bilan Kanadaning o'rtasida bu jidalmi bor? Buni yili so'rasangiz deb berman. Endi bu yilqi bu yerda bu faqatli bu nima deymiz, bu Kanada u biroqli chiqib ketib Xitoy tarafga bir iqtisodlarla bir beqinib qolganlik unda nimasi emas. Ammo bu Kanadaniki bunda qilishi, bu Xitoy buni manipulate qilib o'ynab yutib bordi. Nimishki Xitoy o'ylaydiki, Kanadani yinimga tortib, Amerikaning butun ittifoqdoshlarini yinimga tortib, bir-birsiga bularni texmi qarshi qilib vassam va Amerika ojizlab ketsa, bular emas birlashib menga kelamisa, uningdiki men kuchlanib uni yo'q qilsam, dunyoni so'rsam deb chotni Xitoy munda so'qoqliq. U Amerika xuddi unda so'qoqliq tursa, Amerika buni bilgachga shu ochiqga kelib, menlam ko'taramdim hammasining dardini. Bu NATO'dimi butun masalan NATO'dimi 5% o'tanglar
desa, ötügün unmaydı. Aş hemmisi az ötepçi, aştatdığı NATO'nun pulunu. Aşında ötmey, bütün Avrupa'nın Amerika qoğdap bəsə, Kanada'nın Amerika qoğdap bəsə, bütün həmin nəsini mən təyyar qıpırıb sizlər mənə yolunu alamsızlar. Milingini 80% sen mənə satsan deydi də Amerika. Bunda yolunu alsan deb Amerika açıq kelib baş qoydu. NATO'ga sen pulunu jiqraq ötə deydi. Yolunub ögünüb qalğandan keyin dadısdakçı Amerika. Endi uni qıskanmay bular. Egir kelib şununğa Amerikani mecbur qilma. Unda desang sen bunda qilsang men Xitoy bilan bunda qilman bu desam Amerika amalsiz qoldi deb o'ynatdi. Lekin u o'ynaganga mencha Amerika qarab turmaydi. Chunki bu yerda bekchiq bexatarlik masalasi bor. Masalan, u Rus bilan Xitoy birlashib kiradigan Arktikdan, ya'ni shimoldan kiradigan u bexatarlik nimasida bu Kanada yani bədimğu mən deydi. Lekin sen physically, geography, yani coğrafiyani bilgining bilan Amerikaning askarlariga bexatarlik hamma nimasiga. Bu yerga bir mablag' solmasan, muzni eritadigan ish bor, yo'l yasaydigan ish bor, cyber security, nurg'un narsalar bor. Bu yerga Amerikaning askarlari radar bilan oldin ma'lumot elish kerak, bombani Rossiya otdimi yoki yer osti dengizdan submarin bor, suv osti paraxodlar nerdan keldi, nima qo'yib boryotdi. Shuni shu Amerika kuzatadi. O'yliq missile defense'mi Amerikaning Kanada'nın yok. Bütün texnika ve radar, surveillance, information toplaydıqlarınız hemmisi Amerika'nın. Bu Kanada fakat yanılı beriglik. Ama yanı bədim, mən yanı bəmsəm sen demiş qılalaytdan deyiglik. Amerika'daydı sen quruq yanı bəgən bilə hiç nasiga teknolojik məbləğ sanmısan, bişnim qıpamsan bu yer mən seni qoğdap berəmdim deydi. Aşında qılıb bu oturdaki nasi var. Xitay bunundan faydalanıvatıdı. Aşında qılıb faydalanğandan keyin Xitay Kanadaga, əməkə Amerika baş qoysa, mən senin milyon alıram. Mən onda qılım, bunda qılma deb bu aranı içiversem, bular şu buraya kilemisa, ittifaqlaşamasa, onu dikin Amerika mı acizlasa, bular mı acizlasa, onu dikin mən qıladığınımı qısam deməkçi də bu Xitay. Amma onun qaylıqı hemmisi qısqa müddətlik politikasını oylab, uzun müddətlikini oylamay, onun qaylıqı sen bunda qısan biz qılmayımız. Məsələn, Avropa bunda özümüzün əskeri gücünü özümüz qurub çıxımız, Amerika sana tayanmayımız deydi. Amma bir diğer yeri Amerika'nın hazır qıvatqını burundan ilqi billi qilib kelgancha bular hammasi birlashib bir kuch bo'lib, masalan Avstraliya, Angliya, Amerika besh ko'z degan davlat bor Indo-Pasifikdagi shunami? Mumkin NATO bor, bular hammasi birlikda Xitoy va Rossiyaga qarshi turib kelayotgan dushman kuchlarga birga qarshi turib kelayotgan. Endi Amerika qo'pib, "Amman otilib oldim. Men sizlarni qo'g'dab beramdim. Undasi Grenlandni olaman, seni 51 state qilib ketib olaman. Bo'lmasa bosh qo'yma" deb anda qilsa mala qo'rqyapti. Bular Kanadaning o'ylaydigini bu dunyodagi bir qonun tuzum buzilib ketmasin, bir sistem buzilib ketmasin deydi. Unda sen o'z oldingga anim olaman, manim olaman, sen boshqasi chiqibmi, menmi olaman desa, Rus Ukraina olaman degandek. Yana bir olaman desa, Grenlandni atis qo'pib Kanada senimi qaytib olaman desa, u vaqtida bu cho'ng kuchlar xolig'ini qiladigan kichik kuchlar bo'zak bo'ladigan bir dunyo bo'lmamdi. Bizda o'tir kuchlar bo'zak bo'lmamdi. Shunga buningga yo'l qo'ymasligimiz, bir nimalarni qilib buningga yo'l qo'ymay, birlashib umumiy qonun bilan boshquramiz degan bir yerga turimiz deb belqi. Kanada noiti qonun tuzumlarda turib olib qolgan bir davlat. Mushu bexatarlik masalasimi Kanadaning askari yo'q qo'g'dinish nimalarga mablag' solmaslik masalasimi Kanadadan urush qilishni xohlamaydigan, biz tahdid qilmasaqli haq bizga hech nima qilmaydi deb o'ylaydigan ashta bir. Nimdaymiz biroz naiv demdi, ashta bir nimasi bor, lekin Xitoy unda o'ylamaydi-da. Unda degan bu tahdid qilmagandan bo'lsa qilma, tahdid qancha ojiz bo'lsang menga shuncha yaxshi deydi-da. U Xitoy bu o'ylagandek undaq hisob hech kim menga qilmasa men qilmayman deydigan bir davlat emas-da u. U Xitoy siyosiy kulturi unda bir kultur emas-da. Buni mencha Xitoyni Amerika eng yaxshi tushundi, Kanada yaxshi tushunmayapti. Rahmat. Hamda abiyatimi deb o'tdingiz. Kanada bilan Xitoy o'rtasidagi savdo nimasida Xitoydan bevosita import qilmay, Kanadada ashar yasash haqida ishdaqqa. İşte davatudu hamdi. Tünügün Ontario'niki şəhər başlığı çıxıb, Xitay əgər bizga mablag' salaman desang, mablag' saldığının rost olsa, unda bizga kirib yasaysa, senden u yerda yasitib olmaymiz deb ashta deb gapiribdi-ku, o'xshab kelgan. Ashta deb navada shu narsa hamda hozir bir ustal bo'layotgan gap texe natijada chiqmoqda ishda-ku. Bunda Kaç yıl ketishi mumkin onun kirishi uchun? Qapqas hamda hozir siz mi deb o'tdingiz, bu shadid qilgan zapchaslarning kelmay Uyg'ur majbur emgakdan ketishligi bor, bu narsalarniki deb so'zlab o'tdingiz. Hamda necha yilning shu 1 yilning yo'g'i, 2 yilning yo'g'i hamda xalqaroda Uyg'ur majbur emgakni cheklash qonun Amerikada tasdiqlandi. Dunyoda umumiy Uyg'ur majbur emgakni cheklash bir nimasi bor-da, nima lobbichilik nimalari.
Yani muşuna paylanıp aş Kanada'da mı aşı Xitay'nınki Kanada'ga kelgan mahsulotlarni Uyg'ur majbur emgak ketishlik deb muşundan qarshi bir harakat qilib, ashuni to'xtatish bo'ladimi ashuni to'xtatishga? Qarshi harakat qilish kerak. Men abay dedim bir maqola yozdim bu to'g'risida. Hmm. Yozib choplayman, lekin biz ming qarshi harakat qilsakmi hozir public opinionini, xalqning kuchi bek muhimku. Biz o'zimiz bu yerga 2-4 tal Uyg'urniki qarshi vaqirab qo'yg'ini, uni buni qilib qo'yg'ini bilan bu yerda bir ish bo'lib ketmaydi, yomon tas. Chunki butun xalq iqtisod bek tushib ketgachga qilimiz Xitoy bilan savdo. Mayli hammasi xushal bo'lib, uni ustiga Hindistonlik, Xitoylar bu yerda bek jiqchu, nupusni bek jiq egallaydi. Arab, Xitoy, Hindiston asosan. Unda bo'lgankin ular mashina ololmagan xalqlar $30,000 mashina berdik desa, hammamiz $30,000 mashina olamiz deb. Undan keyin burunqidek emas hozir Kanadaning iqtisodi. Uylar degan bek qimmatlashib ketdi. İcara haqqı o'lgudek qimmat, xalqninki iqtisodi haqiqatan tushib ketgandan keyin bu Kanada 5 yilning oldidan rohat boy bir davlatda bu rohat turmushga ko'ngan xalq tuyuqsiz tushib ketgan iqtisodiy krizisga ko'namadi. Uning ustiga bunda burun ikki odam ishlasida darhol bankadan qazib bir uy og'ini bo'ldi. Hozirgi yoshlarning uy ilishimi mumkin emas. İcara ip o'ttirishimi o'z yalnız bir yerdan bek yuqori pul tepib xizmat qilmasa mumkin emas. Shunda tasda o Amerikadagi uy azan emas bu yerda hozir. Beklam qiyinchilik hozir. Unda bo'lgandan keyin bu xalq degan hech narsa bilan chattig'i yo'qlar. Bu biz mani akirmisin, ani akirmisin desa, biz unda desak hozir Kanadaning xalqi qo'pib biz qanday qilamiz? Azam mashina akirmaylar emasmi? Sen majbur emgak degan qirg'inchilikqa kirmaydi. Uni isbotlab bermamsa, qachon qayerda majbur emgakni qirg'inchilik deb bir qonun chiqibdi-ki. Undaq deb, ya'ni bizning nurg'un xizmatlarni qilishimizga to'g'ri keldi-chu. Mushu majburiy emgakning qirg'inchilik ekanligini isbotlashimizga to'g'ri keldi. Buning uchun nurg'un isbotlar lozim bo'ladi. Qonuniy narsalarni yo'lga qo'yib, bunda qonunlarni chiqarishimizga, ya'ni mushta qaror, ya'ni chunki bizniki bu BDTga sunib, BDTdagi ICG, ya'ni bu kriminal court var, ICC. ICC bilan qilishimiz mumkin emas buni. Chunki u Romstat Xitoy qo'l qo'ymagan. Unda borki buni qilolmaymiz. ICCga bilan davlat arz qilish kerak. Uni biz qilolmaymiz. Shuna bo'lganki bizning BDT qilmay ayrim yana bir independent, mustaqil bir tribunallarni ichib, yana bir qonunlarni chiqarishimizga to'g'ri keldi. Bu yerda qirg'inchilik bo'ladi deb. Isbotlarni ilishimizga to'g'ri keldi. Bizning vatandan isbot ilishimiz unda tas. Bu men misha demaydigan, bizning xalqimizmi deyman. Baribir meni akirib solab o'ttirayotgandan keyin mushuni chiqarib divitib o'lab ketay demasdan nurg'un narsalarni demadi-chu. Hech kim demaydi qo'rqib. Chunki andan keyin desimi bizning xalq nima deymiz, tarbiyalanmagan bo'lgandan keyin bir yerda birsi munda bo'pti-ka deb deydi-chu. Vaqt, o'rin, isbot bir narsalarni aniq deyishni bilmaydi. Undan keyin qo'limizga isbotlab bek oz. Bir narsani isbotlashmi nihoyatda tez bizga. Shuning bizning kuchimiz bu bir. Ondan boshqa bu Kanadaning public. Qanday mobilize qilamiz Kanadadagi publicni? Ya'ni Kanada xalqini kaynimizga elib biz tarafda turadigan qilish kerakda uni qilish uchun. Chunki ishimiz tez. Hozir Kanada xalqi mana qarasam bu ko'pchilikning public opinion ko'z qarash nimasi bor. Bu pulda bu iqtisodni Xitoy bilan savdo qilishni qo'llaydi. Qo'llayotganlar bekchi qilishimiz kerak deydi. Yana birisiga deydi, sen bu yerda bu Xitoy inson haqlarini mundaq qiladigan davlat bo'lsa, majbur emgak qilayotgan davlat bo'lsa deganing bilan hozir dunyoda bir inson haqlari degan narsa qoldimi? Kim qo'g'daydi? Amerika o'zi qo'g'didimi masalan deydi. Va arablar, Xitoylar chiqib Gazada muncha ming odamni o'ltiribsan, Amerika gap qilmaganda amdi qo'pib, sen buni savdo qilmasin, Amerikami savdo qilmadi deb Amerika olmaydi emasmi Xitoyning mashinasi? Yevropa olmaydi, Amerika olmaydi deganing bilan bu narsada inson haqlariga kim e'tibor berib yetibdi hozirgi bu dunyoda? Bir Kanada bizlan berishimiz kerakmi deb. Ashunda talishadigan haqlar chiqyotdi-da, bunday yoshda yezishyotgan. Shuning bizning ishimizmi? Bu nihoyatda tez, ammo tez bo'lsa-mu qilishimiz kerak. Zaten bizning ishimiz burundan tez, oson bo'lgan bir narsa yo'q, ammo qilish kerak-da. Jim tursak haqning rasuli, shunami? Rahmat. Hem siz dediniz, bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni majbur emgakdan ketishlik bir narsalarni isbotlab bu narsada bir sudga bir arz qilish kerak deb dedingiz-da. Sudga arz qilish kerak demadim. Mustaqil bir tribunal qurib, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bir qitim qildi-ku. Unda bir qitimlik bilan bo'lmaydi, yana qurib, uningdan kuchli qarorlarni chiqarish uchun tirishish kerak. Chunki sudga arz qilolmaymiz dedim. ICCga bizningki Romstatuga Xitoy qo'l qo'ymagan oqmaydi dedim. Andan keyin ICCga bir davlat arz qilish kerak-chu. Biz davlat bo'lmagandan keyin hozir biz arz qilolmaymiz. Biz uchun qaysi davlat arz qilib berdi uni? Shunami?
Mesela o 2024 7. ayınki 8 12 Gollandiyadagi Dunyo fuqarolar sud mahkamasida Shi Jinpingga ustidan Rim ahdnomasining 12 turi bo'yicha sud ochib, 11 turini Shi Jinping bilan qarshi jinoyat o'tkazdi deb buni sizning xabaringiz bor. Boshqa nurg'un turlar ham yig'ib aytgan bizga munosabat qismida hamda Shi Jinping Jungo Kommunist partiyasi orqasiga olib turib Sharqi Turkistonda besib oldi, bu besilgan zemin dedi. Ondan boshqa ashad irqiy qirg'inchilik, insonga qarshi jinoyat olib boryapti. Buningda dalil isbot yuz bor deb Shi Jinping tutish bo'yicha chiqargan bir nima bor, sudning qarori bor hamda-da. Bu Gollandiya o'zining. Ya bu Gollandiya o'zi emas, Dunyo fuqarolar sud mahkamasi buni Gollandiya nimasini Xalq sud mahkamasi, u fuqarolar sud mahkamasi, u BDTdagi nima emas, jinoiy ishlar sud mahkamasi. Ashlikimi roli bularni bo'lmaymi sizcha? Ya u bo'ludi ashtonansidiki, chunki unda bir sud ochilganda isbot to'planadi emasmi unda qarorni chiqarish uchun. U isbotlarni keyin boshqa davlatlarmi ishlatalaydi. Masalan, hamma davlat o'tgankidek Kanada masalan parlament qaror bergan bilan hukumat o'tmadi-ku, uni genosid demadi. Hukumatni e'tirof qilsa, masalan Amerikami desa, Amerikada Pompeo degan bilan keyin unda bir nimadan o'tgani yo'q undaqa. Kongress hamma nimadan o'tib shu Amerika hukumati e'tirof qilib zodi bu yerda qirg'inchilik deb bir narsani chiqargani yo'q, shunami? Yevropami shu, sap parlamentlari, qonun tuzguvchilar chiqadi-chu bu tunishni, ya'ni qirg'inchilik deganni. Ammo shunda abay siz degandek ashta xalq sudlarininki narsalari jiq ichilsa, uningda to'plangan isbotlar, chunki isbot ichilmay turib qaror isbot to'planmay turib qaror chiqmaydi emasmi? U isbotlar kerak bo'ldi, u isbotni ko'tarib, opirib boshqa davlatlar o'zi qaramoq isbotga asosan qaror berishga majbur bo'ldi. Ya'ni tonishqa-chu genosidni. Tonishga majbur bo'lgandan keyin hamma davlat shu genosid deb tonisa, masalan Kanada tonisa, Shi Jinping bu yerga kirmasin, bu jinoyatchi deyalaydi-chu, masalan tonigan bo'lgandan keyin. Uniki foydasi bo'ldi albatta, foydasi bo'lmaydigan ish yo'q, ammo isbot uchun foydasi bo'ldi, isbot to'plash uchun. Rahmat. Lekin ulaylik bir kuchini ko'rsatib bir narsa qila olmaydi. Osh kuni yana 7 12 kuni yana juma kuni sud tugab bo'lgandan keyin kechda o sud qatnashgan shu bosh sudchi Yozat Putinni sudlab, Putin tushburga chiqargan shu bosh sudchi Yakob Anikeydan Amerikaning urush jinoyatlarini sudlaydigan bir nimasi qatorliq sud qatnashgan. Uning Xitoyning advokatlari va Xitoy davlatiniki bizdagi vakolatdan qonaliq advokat taftishlar va hammamiz kechda sud o'tgandan o'sha ayrim bir yer tamoq yig'ilib bordik-da bir restoranga. Bu yerda o'g'illarimiz men bordim, boshqalar bormidi? O'sha vaqtda ular hammamiz ham sud qilganda qattiq surlik o'tirdi ekanda, hamda ko'rishish mumkin emas. Oyak borganda tamoq ichish jarayonida qizg'in o'zaro paranglashdik. Men o'sha bir savol so'radim. Bosh sudchidan-da o'sha Yakub degan Shi Jinping buyruq chiqib, bo'lqdan bir qo'yib o'sha imzo atgandan birisida hamda. Sizlar hozir ham bu sudni ochdinglar, Shi Jinpingga tutish buyruqi chiqardinglar xalqarolar. Hani bunun qanday bir roli bor desak, bu bir simbolik deydi-ku umumda. Simbolik kuchi bo'lmaydi shu. Shi Jinpingni biz xalqaro qonun bo'yicha bu Rim ahdnomasi bo'yicha sudlab buni tutish buyrug'i chiqardik. Ham Rim ahdnomasining 11 turi bo'yicha buning jinoyatlarimiz bekitib chiqdik. Xalqaroda Shi Jinpingning ham Jungo Kommunist partiyasining jinoyatlarini biz qonun asosiga yig'ib berdik deydi. Yani bunun isbotni to'plab berdik degani. Isbotga asosan boshqalar yana qaror chiqara oladi demoqchi. Hem boshqalar ham qaror chiqara oladi. Shundaqla bundan keyin dunyo cho'ng davlatlarniki Xitoylarga qarshi harakat qilishda bo'shtaq narsaning foydasi bor. Dedanki men so'radim, "Askar sen Shi Jinping tutish buyrug'i chiqardingiz buni e'lon qilindingiz. Endi Shi Jinping Yevropaga kiralamdi desak, bizning sudning qarori bo'yicha deydi. Hamda rasmiy nima qilib qolsa, nurg'un davlatga kiramaydi ekan-ku Shi Jinping. Kelib qolsa qo'lga oladi deydi. Lekin bizni qo'lga ol deb biz ularga majburlamaymiz. Yani o qolgan shu davlatlarning nimasiga bog'liq deydi. Unda qilib qolsa, biz qanday qilishimiz kerak desa, Uyg'urlar aqlli qilib bu sudniki qarorini xalqaro kengash tashkil qilish kerak. Shi Jinping qaysi bir davlatga ziyorat qildi ekan desa, shu sudning hukmini yo'g'on qilib, shu lozing yoz deb, ashunda vaqirab jaqirab, ashunda Shi Jinping qaytib kirsa, qo'lga olsin, urush jinoyatchisi, Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik qilib qo'ygan deb ayında tashviqotni ko'paytirish kerak. Bunda Uyg'urlarni mushundan qattiq foydalanish kerak deb shularni o'ttirib qo'ydi. Endi bu yerda menda bir savol chiqdi. Siz deb o'tdingiz, Angliyadagi Uyg'ur sudidimi, ya'ni Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik insonga qarshi jinoyat olib boryotdi deb o narsa chiqdi shundaqmi? Ma xalqaro sudnikimi ham bu narsa chiqdi. Lekin ma Dunyo Uyg'ur qurultiyi faqat Angliya sudininkilarga chiqargan qarorni
o'zi borgan har qaysi joylarda ishlatib keladi bu narsalarnikini. Ammo man xalqaro fuqarolar sud mahkamasiniki Shi Jinping tutish buyrug'i chiqargan qarori ham sudning nimasini faqat bular qo'llanmaydi ekanda. Men bir necha qatam bularga xat yozib boqdim. Nima uchun Angliya Uyg'ur sudiga qaraganda, ya'ni Gollandiyada yashagan xalqaro fuqarolar sudininki chiqargan hukmi, ya'ni Putin tutish buyrug'i chiqargan shu bosh sudchiniki imzosi bilan Rim ahnosi bo'yicha Shi Jinping 11 turlik jinoyat bo'yicha sudlab uni irqiy qirg'in insonga qarshi jinoyat o'tkazib atadi deb tutish buyrug'i chiqargan narsa nima uchun qo'llanmaysizlar shu narsanikini desak, hech qanday javob ololmadim. Sizcha bu ikki sudlikni selishtirib qaysi kuchliroq bir xalqaroda bir nimasi bo'ladi? Bunun güçlük demeysiz, hammasi isbot bor tursa isbotlarni foydalanish kerak. Ha, Uningdan o'xshamaydigan isbotlar to'plangan bo'lishi mumkin. Asli ikkilisini foydalanish kerak. ha, Dunyo Uyg'ur qurultiyi nimishga foydalanmasa, men u Dunyo Uyg'ur qurultiyining a'zosi emas yoki u yerda vazifa o'tayotgan birisi emas, u tashkilot bilan hech qanday aloqam yo'q. Bo'lganki men unga javob berolmayman. Buni ustiga Dunyo Uyg'ur qurultiyiligi bek korrupt bo'lib, keyin endi o'zini qayta tirildiramiz deb tirishayotgan bir tashkilot hozir. Bir muncha skandallar bo'ldi. Ularniki sistemalari, ish bajarish nimalari qanday bo'ladi, meni hech qanday xabarim yo'q. O'zidan so'rasangiz bo'ldi ulardan. Yüzden sordum ben mesela. Turgunca Alaoğlu'na xat yazdım ben. Sizlarninki shu Angliya boshqa Uyg'ur sudininki ta'sir bo'ldi xalqaro uni e'tirof qilmay bo'lmaydi. Undan keyin Gollandiyadagi Dunyo fuqarolar sudini Shi Jinping tutish buyrug'i chiqadi. Yo'g'on o'sha tamom urib bas suddan chiqqan nimasi bor. Nima uchun mushni qo'llanmaysizlar? Biror davlatlik bo'lgan vaqtda Angliya Uyg'ur sudining gapini qilsa faqat mush Dunyo fuqarolar sud mahkamasinikini Shi Jinping tutish buyrug'i chiqqan faqat gap qilmoqning sababi nima desam javob ololmadim men rost degan vaqtda shu. Bu men emas, yani nurg'ulg'an Uyg'urlar bunga savol so'rash kerak, javob berish kerak qurultay bunga-da. Chunki bu xalqaroda ichilgan bir sudda bu narsaga. Bu sud yalnız Uyg'urlar emas, Tibetlar bor, Janubiy Mong'oliyaliklar bor, qatorliqlar nurg'un Xitoy ishg'ol ostidagi millatlar kelib bunga qatnashdi. Buni suddan chiqargan hukmlari shu Shi Jinping tutish buyrug'i bilan necha qanday dam maydonda shuni lozinglar ko'tarib yuraymish bu narsalarni. Ashtan Abbosov yana kuchli ta'sir bo'ladi. Afsusan bularni qo'llanmasligi uqmadim endi. Masalan shu videoni ko'rgandan keyin javob berib qoldim. Maybe. Balkim. Balkim deylik. Balkim. Rahmat. Endi yana bir savol. Hozir necha yildan oldida shu Xitoyninki mana shu Gollandiya bo'lsin, boshqa davlatlarda o'zining saqchi punktlarini qurib, nurg'ulg'an rasvojat oshkorlandi-ku endi. Hozir Kanadadami mushtaq uchurlarni angladim. Ancha nimalarda ko'rdim, Kanadadami Xitoyniki shu maxfiy saqchixonalar bor ekan, yo'q degandek. Endi bu maxfiy saqchixonalar haqida Kanada matbuotlarida qanday bir nimalar bor? Bu qatimqi bosh ministr Xitoydan bor kurashgan vaqtida Xitoy JX ministerliklarni ko'rishyapti. Mush haqida shu saqchi punktlarini taqash va yoki shu haqidagi to'g'risida bir harakat etib qolgan to'g'risida bir narsalar bormi? Burun mushu yangi chiqqan vaqtida bir g'ulg'ula bo'ldi-ku, mush paydo bo'lgan vaqtida. Masalan, Kanada bo'lib, endi Kanadaning prime ministri yoki hozirgi tashqi ishlar ministrlarining ham tutgan pozitsiyasi bilan butun Kanadalikqa vakilmi bo'lib ketmaydi. Ashdami? Kanadada konservativ partiya bor, boshqa partiya bor. Multipartiya bir davlat, uning ustiga multicultural bir davlat, har xil culture bor. Undan nurg'un nima deymiz, insoniyatning taqdiri, insoniyatning yaxshi kuni uchun xizmat qiladigan odamlar nihoyatda ko'p. Tadqiqotchilar bor, akademiklar bor, jurnalistlar bor Kanadada. Masalan, shu bizningki irqiy qirg'inchilikni birinchi o'p yozgan kanadalik jurnalist. Birinchi bo'lib shu vatanda bo'layotgan qirg'inchilikni Camp National Re-education'ni qilgan kanadalik Nathan Vandercliff degan bola. Uniki nurg'un narsalarni mushta yaxshi odamlarimiz bor. Uniki investigative jurnalistlar bor. Masalan, o'z oldiga u qarasangiz hamda bir yerdan pul edib pek rohat turmushi yo'q u insonlarningki. Ular shulik masalan o'zining bir hedefi, ya'ni nishoni bor deymizda, o'zining bir yo'li uchun ketib qolgan, bir ideologiyasi uchun ketib qolgan nurg'un yaxshi insonlar bor. Ya'ni Xitoyning ishlarga masalan Sam Cooperdek jurnalistlarimiz bor. Ular shu kirib og'ziga agishib butun Xitoyning shpionlarini qizib chiqib jurnallik xabarlarga yezib etib ichivatganchu Xitoyning eleksiyonda pul bergan ishlarini yezivatgan saylamda. Shunda jurnalistlarimiz ashta odamlar bor. Endi bu tashqi ishlar ministriniki tutayotgan pozitsiyasi davlatlar o'rtasidagi siyosatlar hozir
kunlik, 1-2 yillik, 3-5 yillik bo'lishi mumkin. Hmm. Bugun berib ziyoratida buni qilamiz deb, atı balki boshqa narsa bo'lib, Amerika nima deydi, u munosabat qanday bo'ldi, 2 kundan keyin u narsa buzilib ketadi, uni muhim bo'lmaydi. Chunki dunyoning davlatlar o'rtasida bo'lgan siyosiy nihoyatda ittik o'zgarib turyotidi. Bugungi kunda atı bir nima degan olmaydi. Qaraymiz qani. Ammo u saqchi punktining chiqqan vaqtida Kanadaninki mau bexatarlik idorasimi qarshi chiqdi, polis nimasimi buni hammasini g'ulg'ul qilib, hatto biz namoyish qildik buningga qarshi, jurnalistlarni achchiq narsalarni yozdi. Unda bo'lgandan keyin, lekin bu saqchi punktidagi saqchilarning bularmi kelib, hukumatning Kanadaning masalan, Royal Police'ning odamlarimi ashning ichida Xitoy bilan birlashib ishlagan saqchilardan tortib o'ttirg'i chiqib ketib, Xitoyning ta'siri bor ekan Kanadada. Haqiqatan Xitoyning ta'siri bek kuchli Kanadaga singib kirib ketganlik uchun. Undan nurg'un narsalarni qezib chiqarib Kanada, lekin yanada hukumat bo'sh bu ishda. Chunki nurg'un siyosatchilar Xitoyga setilib ketganlar jiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Xuddi Amerikadagiga o'xshash. Amerika Trump tozalayotgan ishlarni tozalab bo'lmayotdi-da. Kanada texi Avstraliyachilikmi qilib bo'lmayotdi-da, kuchli emas. Ansir yiqilishyotdi Xitoy bilan. Bunday ahvolda Xitoyning ta'sirini butunlay tozalab nima qilish bek tas bo'ladi Kanada xalqi, jurnalistlar, akademiklar shunda qarshi turayotgan ahvol ostida. Endi bu saqchi punktlarning ishini o'ttirg'i chiqadi, lekin shunday jurnalistlar kelib bizdan so'raydi. Masalan, shu saqchi punktlari Uyg'urlarga tahdid qilgan bir ish bormi? Masalan, Uyg'urlarga kelgan bir tahdid bormi? Isbot lozimda haqqa. Munda qilibdi deb ko'tarib chiqish uchun. Uni desa Uyg'urlar yo'q. Bu bolalarimi demaydi, isbotni bergan olmaydi, voy ismingni demaymiz, hech kimga demaymiz, hech kim bilmaydi desingizmi degan olmaydi. Bu isbot bo'lmasa dardimizni qanday anglatamiz? Shuning bilan u saqchi punktlar borki, Uyg'urga tahdid qilmabdi deb reportni qanday yozadi bu jurnalistlar? Bexatarlik idorasi davlatga reportni qanday yozadi, hech qanday isbotlarni ololmasa. Shunday shu. Ammo balki nima deymiz shu davlat bilan mau bexatarlik idorasi, undan keyin bu Kanadaning jurnalistlari, akademisyenlar bular hukumatning qilayotgan siyosatiga Xitoy bilan yiqilishib ketib qolgan. Yo'q, yiqilsang bo'lmaydi. Chunki men Xitoy Sharq Turkiston mau Sharq Turkiston deyman. Kanadaning bexatarligiga ta'siri munda singib kiryotidi. Men saqchi punkt qurib olgan bilan munda ish qilyotidi. Bular yoshirin qilib, u narsalarni davlatga sunib, davlatga bisim qilish kerak. U davlatga bisim qilish uchun qo'lda isbot bo'lish kerak. Mening bir nima qildig'ini chiqim kelgan yeri shu Xitoy mushta saqchi punktlarini qurgan bo'lsa, Uyg'urning kayniga tushmay qolmaydi. Chunki Sharq Turkiston Xitoy uchun bek muhim. Lekin bir Uyg'ur chiqib, kaynimga tushgan ish bor deb isbot bermaydi Kanada. Degan olmaydi. Mushu narsa mening bek ochchig'imni keltirdi. Endi Xitoy kayniga tushmaydigan odamlar bor. Masalan, menikiga tushmadimi deydi. Mendan Xitoy unda kaynim men balkim bilmagan bo'lishim mumkin, lekin mendan Xitoylik bevosita aloqa qilib ko'rishib, unda tahdid qilib, unda qilgan ish bo'lmadi masalan. Bir yil McMaster bevosita u degan 100 dollarni so'qishdi u yerda menga haqorat qildi. Undan boshqa unda qilib yoshirin kaynimga tushuglikmi uni uqmayman. Bevosita o'z oldimga kelib unda qilib baxmadi. Ammo bevosita 100 dollarni kelib oldiga solgan, tahdid qilgan ashta ba'zi Uyg'urlar borki, lekin uni digini publikka chiqarg'ini unamaydi ismsiz desam. Shunday ishlar bor. Kanada hukumati qarab turmaydi. Kuchayotgan insonlar bor. Men taniyman, kuchayotgan jurnalistlarni taniyman, kuchayotgan tadqiqotchilarni taniyman. Kuchayotgan nurg'un davlat uchun Kanada davlati, davlat manfaati uchun xizmat qiladigan shaxslar bor bu Kanadada. Tashkilotlar bor qarab o'tmaydi. Masalan, bizning tashkilotimizmi tadqiqot markazi Kanadada qurilgan bir tashkilot, Sharq Turkistonning ulusal manfaat markazi bo'lgani bilan Xitoy munosabatini egilantiradigan, bizga to'qinadiganlar, ya'ni nima deymiz, bizga munosabat bo'ladiganlar narsaning hamma narsaga biz qiziqimiz, kirimiz, orasiga so'zlaymiz, chiqimiz, uni bildiramiz. Shunga o'xshash bu nurg'un tashkilotlar bor, bu ishlarga ko'ngil bo'layotgan, hamda shu hukumatga bisim qilish kerak. Kanada hukumatiniki unga tutgan pozitsiyasiga, siyosatchilarga, qonunchilarning qonun chiqarishiga bisim qilish kerakda. Ammo hozirgacha shu saqchi punktlarni bir g'ulg'ula qildi. Undan keyin bu yerda bir isbot tepib, bir narsa bo'ldimi, bo'lmadimi, uni uqmadik. Unisi Kanada pek quiet ish qildi. Nima deymiz? Closed door diplomasi deb. Quiet ish qildi degan jimjim ish qildi demdi. Davronni faqat xohlamaydi-chu. Xalqlar uni ustiga davron qilib Xitoy andaqmi desa Xitoy pek nim bo'lib ketadi ekan debchu. Diplomat bo'lmaydi ekan deb jimjit ish qilgan bir davlat bo'lgandan keyin, masalan, jimjit yaxshiliklarni qildi-chu. Faqat pek bir narsani o'chqashqar qilib etmaydi. Balkim
jimjit holda Xitoyning nurg'un ta'sirlarini qezib chiqib bir narsani qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin asta va puxta ish qildi. Bir narsani manda bo'ladi desam shu zamat bo'lmaydi, bek uzunda qildi-ku bular. Shuningga balkim Kanada Astirtdan Xitoyning ta'sirini bog'lash uchun nurg'un ishlarni qilayotgan bo'lishi mumkin. Endi biz odatdagi shaxs uni bilmaymiz-da. Rahmat. Sen bana depiniz, benim kallam kelgen, bişim kelgen bir işini söz etmeye de kaldım da. Ben şu Amsterdam'dan meydan namaşlık izçil damaşlığa vakıtta yaman çok taktik ketçe bana numar yok numara telefonla kele yapıyor. Ben işleyatkan şu çağda toprak tadqiqat merkezi işleyip bütün dünyanın topraklarını çıkıp biz analiz qilib database qurib atqan meselelerimizde. Ben aşağıda 4 yıl işleyen tadqiqat merkezinde hiç kaçan bir Xitoy kelib bakmagan, tuyuqsiz bir qatdan 2 Xitoy keldi de. Bu Xitoyning birisi İngilizce uqmaydi ekan, yana birisi tarjima qilib berdi. Tajriba ishlasa qimda u nima qilib kelgan vaqtda men maxfiyimda turib resim tortib oldim-chu bu narsani. Chan do'tmay. To'g'ri qilibsiz. Kelib bo'lgandan keyin anan keyindan bular qaytib nimasi tukkandan keyin bularniki tajribani ko'rib, texnikani ko'rib ketgandan keyin men darhol bizning boshqa yana chiqdim-da. Chiqib anan keyindan men bu tadqiqot markazida ishlab hozirgacha bir davlat Xitoydan adam kelib boqmagan bu yer ko'klar. Boshqa yerlardan chiqib keldi. Lekin bu Xitoyning kelishi yomon bir xil diqqat tortdi, meni diqqatim tortdi. Sen nima uchun dedim kim deb berdimda bu Xitoyniki Gollandiyada nimalari bor, dunyo hamma yerda bor. Men Xitoyga qarshi bir aktivist, Amsterdam namoyish qilgan bir diyoramdagilarda bularning kirishi meni keynimga yushirim benim kirayotganmi, buni bilmayman dedim. Bu gumonim dedim. Ikkinchisi dedim, men aqliy telefon ishlatamiz, hammadan ishlatamiz-da. Kunlarning bir kuni mush tajribaxonada bir database oshkorlik qilib qoldigan, manda shop etib qolib qolsa, menni ko'rib qolmanglar, men shu yerni oldidan sizlarga deb qo'yay. Birinchisi mening bexatarligim, ikkinchisi men shirkatning bexatarligi. Desam, buni bizning boshliq jiddiy nima qilib bo'lmasa, muhim uchurlarni ta'minladi. Biz bunga diqqat qilaylik. Ham mushning keyindan biz nima qilib qolaylik deb ba'zi narsalarni sen diqqat qil. Ayta bir ishlab qolib qolsa bizga dedi-da. Ana shu mezgilda biz mansabı mashinada o'ylamda idoramning orlig'i 50 kilometr keldi. Aş keynimde biz Xitoyning mashinaları varmı deb qarayman, ba'zi yerda to'xtab qolgan. Ketayotganda bir mezgil qildim-chu. Ana mush uyamning atrofida mashina turib men turayotgan bel faqat Xitoy yo'qdi. Turib Xitoy paydo qolgandan keyin ana keyindan yana ma'lum qildim-da, mushlar ish to'xtab qoldi deb davlatga bildirdim bu narsalarni-da. Yig'ib aytganda biz mushunda bir jiddiy bir ahvolga duch kelgan vaqtimizda qo'rqib, nima deyishimizni bilmay o'zini ishga yutyapman. Eng yaxshi atrofimizga soqchi punktlarga va yoki davlatniki ichki ishlar ministrligiga buni bildirishimiz kerak. Chunki Xitoy qul dunyoning hamma yeriga yetadi hozir mushta mezgillarnikida. To'g'ri. Shuning men deb qo'ygan. Boshda ishlab topqas bu bir qatim emas, bir qancha qatim bo'ldi. Bunda ba'zi qo'lam isbotlar bor. Muvaffaqiyatli yetkazib qildim-da, buni deb qo'ygim kelib qoldi. Endi yana bir savol. Ana bu Xitoy bilan Kanada o'rtasidagi bu bo'lgandan Xitoy hukumati Kanada fuqarosiga bir oylik vizasiz Xitoyga sayohat qilish fursati birdigan bir nimasini siyosatini chiqardi-ku deb yo'l qo'ymadi bilmayman. Nimasiniki. Nima uchun Xitoy mushundaq bir ahvol ostida, Kanada degan Uyg'ur irqiy qirg'izini e'tirof qilgan bir davlat, qo'ta Xitoyga kelib bir oylik vizasiz sayohat qilishi, Uyg'ur qirg'inchiligi yo'q bizda. Bizga manda deb Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi e'tirotgan bir propagandasimi bu narsa. Bu bizniki Uyg'ur davosi qanday salbiy ta'sirlarni olib keladi. Undan boshqa ham hozir Yevropaning nurg'un davlatlarga maxsus vizasiz qilyapti. Nurg'un Uyg'urlar guldirab vatashib berib kelayotgan ishlar bor. Ham vatanga berayotganlar, ham vatandan kelmishadiki, xil man degan aktivistlar namoyish oldin satmanlarniki urug' tuqqanlar kelib ziyorat qilib ketayotgan ahvollarni ko'ryapmiz. Mushaqada sizniki o'ylaganlaringiz qanday? To'plandan to'qash o'g'irlatadi bu Xitoy rasmiy. To'plandan to'qash o'g'irlatadi deganim, chunki hozir mau Amerika Greenlandni olaman degandan keyin Arktikda Yevropa bilan bir bo'linish yo'laqliq Amerikaning o'rtasida. Ondaki bu Kanadami, bu Amerika bunda birdan Greenlandni olaman deb, birdan bu bizga bunda tariff, bunda boj qo'yib, bunda qilsa, atugin bizning yerimizni evolamdiki birdan 51 state of 51 state of qaytilib oldi deb, bu yerdimi bir azroq bir friction, ya'ni bo'linish chiqiliqchi bularning o'rtasida. Undan keyin Xitoy bu fursatni ching tutib foydalanmoqchi ekan Kanada deb o'zamchi yenimga tortib Kanada bilan munosabatni qattiq yaxshi qilib, menda nim qilaman deb bir
chiqarayotgan bir o'yinlari Xitoyning-chu, u 1 oylik vizani bekor qildim unda deb. Chunki bu Xitoyga unda 1 oylik vizani bekor qilsa, Xitoy qirg'inchilikni qiladiganini qilib, yo'shirdiganini yo'shirib hozir. Qirg'inchilikni yo'shirin qilib, xalqni u yerga borsa ko'ranmaydi, qirg'inchilik qilayotgan yerlarni ko'rsatmaydi, hech nimani ko'rsatmaydi. Yo'shiraligidek tadbirning hammani ap bo'ldi-chu. Yo'shira oladigan tadbirning hammani ap bo'lib, yolg'on sahnalarni yasab bo'ldi Xitoy. Endi unda bo'lgandan keyin akilib, birsi bir chammada ikki paxtakni so'qdi, birsi xalqarodagi vaziyatdan foydalanib, Kanadani yeniga tortib, Amerikani teriktiryotidi. Yana birsiga bu yerda qirg'inchilik yog'an degan narsani chiqarib, Kanadaning og'zini itib bitmay bunday keyin deydi-da, yerda-chu opirib xalqni ko'rsatsa deb. Yana birsiga bu bizningki bu Uyg'urlarning Sharq Turkiston xalqining masalasini shundoq qilib yo'q qilma deydi. Chunki undaq qilgandan keyin boya siz degandek bizning döt haq guldirlab berib keldigan gap shu. Ichibatdi-ku. Hatto burun menga masalan döt haq deb ketma, undan demaychi. I'm sorry. Kechirsizlar rasmiy. Demek çıkım gaplamashda og'zimdan chiqib ketib qoldi. Bu deyman, bu vatanga berib kelsak rost to'g'ri bo'lmaydi deb qoyil bo'lganlarmi turib-turiblam o'zgarib, bu o'zimizning vatan to'si bo'lsak nima bo'ldi deydi ekanda endi. Nima deymiz, oddiy o'ylaganlikda bu. To'g'ri, o'zimizning vatan bo'lgandan keyin bo'lsak bo'ladi, bormaymiz demidi. Lekin bu narsa bizning xalqimizni Xitoydan viza ilib boradiganlarga kelib qo'ydi-chu. Nemishki biz o'zimizning tuproqqa viza so'rab boramiz. Senin özümüzden vataniga nima deb Xitoydan viza olamiz, ya'ni ruxsat elib boramiz. Buni bizning ko'nglimiz ko'tarmaydi. Ammo hozir unda olsa, men bir vaqtda deb so'zlagandim. Ashta degantingiz, unda olsa hozir vizasiz dedi. U Xitoydan viza elish ketmaydi-ki, Xitoy konsulligini bormaymiz-ki. Biz udul berib kelaveramiz-ki, deb Uyg'urlar shapashlab ketaverib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin Xitoy buni kontrol qiladi. Qandaqsiga Xitoyga shunchalik ishonamiz. Shunchalar qadimimizni qirg'in qilib, hozirgacha bizni xor qilayotgan bir Xitoyga qandaqsiga ishonamiz. Tamam, endi vizasiz bo'lsa Xitoy hech qanday tekshirmasa berib, hech qanday ish qilmay bo'pti. Bir emin tepib, ya'ni xalqning ahvoli ma'kada. Faqat hech nimani bilmay o'tirsak ham bo'lmaydi-ku, ko'zimiz bilan ko'rmaymi. Uning ustiga Xitoy kayniga tushmaydigan, Xitoy diqqat qilmaydigan odamlar berib, yoshirin bir ishlarni qilib kelalasa tamam. Ama bravo deylik. Ama sen birisiga Xitoyning diqqatini tortgan odamlar ham bordi. Masalan, Amerikadan bir faoliyatchi butun hamma yerga qitilib oldigan bir ayol berib keldi, shunami? Sen hamma yerda yugurib yurgan bir ayol, sen berib kelsan, sen Xitoyning diqqatini tortmamsan, Xitoy seni so'roq qilmamda, sen Xitoy shunda xotirjam hamma ahvolni bilib ko'rib kelalamsan u yerda, shunami? Bu narsa bor. Oshunda u Amerikadagi bir ayollar emas, boshqa yerdami bor? Siz abay degandek faoliyatchi bo'lib, oldida yugurib yurganlarmi jimmi deb vatanga berib kelgan bunday ishlar. Bu sening maydoning qayerda? Bu kim seni bundan mustamlik? Men bu Uyg'urdek xor bo'layotgan bir xalqni ko'rmadim dunyoda. Hech kim ko'rmadi, shunami? Bizdek xor bo'layotgan, bu bizdek zulm ostida qilayotgan bir millat yo'q. U bizning ayollarimizni qilayotgan zulmni bular ko'rmadimi, anglamadimi? Oy okul urib netchini tug'dirib, ballarının bon marrow so'ngakdagi jiliklarini ilib qilmagan qiliqi qolmabdi-ku bu Xitoylarning ashta ishlari. Isbotimiz yo'q. Anglab kelayotgan narsalar, lekin shu narsa shamol chiqmas tarafdan ushmaydi. Xitoy shunday qilsa, shu narsalar o'tirg'i chiqmaydi. Bu yerda do'yinda bir yig'izdan deb qo'ygan ayollar bor. Lekin endi biz isbot qilib ishlatamaymiz-da, statistiklik ma'lumot muomala. Ammo bu turmaga akir ketgan rost. Necha million odamni qirib yetib borgan rost, kichik bolalarimizni uydan aketgani rost, qiyin qistoq o'tirayotgani rost. Bunda zulmni ko'rib turibman, biz borsaq o'zimizning vataniga bordik, borsaq nima bo'pti deydi. Ammo gap bu yerda borsang bo'pti. Biz u berishga qarshi emas, mana berishga qarshi emas, vatan bizning berish kerak. Birsi Xitoydan permission, ya'ni ruxsat so'rab berishni ko'nglim ko'tarmaydi. Shunga bormaslik kerak aytdim. Endi vizasiz bordi ekan-ku, men ruxsat olmayman, bunda bordim vizasiz qilayotgan desa, onunğa men deydiğim, men berishga borsa qat'iy bo'lmaydi, hech kim bormaslik kerak demayman. Lekin bu yerga prinsipni buzyapsizlar. Miyada bir qirg'inchilik bo'ldi. Men abayim dedim, shunchalar qirg'inchilik bo'laversa, bir yo'qolib ketgani yo'q. Yo'qolib ketmasimi? Va kalimi bir bolasini o'ttirib bir kunda unutib qolmaydi, ukam hayvonmi? Shundami? Ma Uyg'urdagi qirg'inchilikdagi to'xtig'ini yo'q. Bu qanday oson unutib qolamiz ay? Bu unutib qolganlik emas, u yerga berib kelganlik, o'zimizning vataniga bormamdiq, xalqimizning nima bo'lib ketganini ko'rmamdiq, ko'rib keldik deydi. Tamam, sen odatlik xalqingning nima bo'lib kelganini ko'rib ketdi deydi. Ammo Xitoy buni o'ynayapsa. Xitoy buni bizning vatan sirtidagilarning qiladigan da'vosi nima?
Sharq Turkiston davasida Xitoyning qirg'inchilik qilayotganini isbotlaymiz deyapmiz. Xitoyni bir jinoyatchi davlat deyimli bo'lganini isbotlaymiz deyapmiz. Bular berib, mana berib kelyotidi. Bular erkin, hech nima qilmadi. Berib kelib sen hech nima bo'lmabdi, u yerda hech nimani ko'rmadim deb kelsa, shunami? Berib kelib sen o'tirayotgan biror narsani akilanmaysan. Berib kelib nima bo'pti, ahvol yaxshimikan desa hech nima demayman. Xotirjam tuqqanlarimni ko'rib yenib keldim. Voy unda hech nima bo'lmabsizlar deydi dunyo. Qirg'inchilikni yog'onga chiqirdi-chu. Men Xitoyning o'yiniga kelimiz. Shuningga bir ta'xir qilib turibdi bo'lsa bo'lmamdi deyman-da endi. Bir mangu bormaslik kerak, Sharq Turkistonni unutib ketish kerak, vatanga borsak bo'lmaydi degan narsa emas bu yer. Xitoy xalqaroda men qirg'inchilik qilmadim, yolg'on, haq erkin degan bo'lgandikin, sen berib men qirg'inchilik qilib yetibdi, yolg'on emasga, mancha tuqqanim yo'qolib ketibdi, manchasi o'labdi deb akilib shuni sen aniqli topa olaysan uni onang dadangni so'rasangmi, falon tuqqanim nerda, pistonchilik ko'rsatdim nerda deb berdi. Uni hech nima o'tirib kelib, voy men hech nima ko'rmadim, paq yaxshi yashab yetibdi desa, bu Xitoyning bu yerda xalqaroda yurgizayotgan siyosati rostga chiqadi. Biz yolg'onga chiqamiz. Bizni unchalar o'ttiring, qirg'inchilikni davom qiling. Yana biz uni o'zimiz isbotlab bergan bo'lamiz Xitoyning yolg'onchiligini. Shuningga biz borsak bo'lmaydi deyman. Ammo bu bizning xalq achchig'im kelib to'tligimizmi deb ketdim. Bu Xitoy bilan chet elga chiqqandan keyin bu siyosatni o'ynash kerak, shundaqmi? Bu nima uchun bu siyosatni o'ynamay Xitoyning degini gapiramiz? Bu o'zimizning to'tkunligimizni o'ylaymiz biz deyman. O'ylab ketimiz bu baribir. Nemishki to'tkunligimizni o'ylaymiz. Nemishki bolalarimizning hayotini, bolalarimizning kimligi va identity kelgusi, davlatsizligini o'ylamaymiz. Ya jihga ketdim, ko'masimda jih gap qilishni aytdim. Rahmat, yaxshi gapni qilyapsiz. Qistirib qo'yay yana, mushunda gaplar chiqsa og'zim ichilib ketib qoldi mening. Bu vatansizlik deganning bu men vatanimga berib kelsam, shu yerda bor bilan bitmaydi. Bu vatansizlik deganchi. Bu vatansizlik degan, vatani bo'lmaslik degan unda oddiy narsa emas. Ayaga berib kelsam shu yurtimni ashag men berib keldim-ku, ko'rdim-ku, vatanim bo'lgandan keyin borma degan bilan bo'lmaydi bu. Uning bilan siz vatansizligingizdan qutulanmaysiz. Bolalaringiz qutulanmaydi, bolalaringizning bolalari qutulanmaydi. Vatansizlik degan narsaning qanday narsani bilish kerak. Amerikalik bir nima Philip Nolan deganning hikoyasi bor-ku, davlatsiz odam degan hikoya anglaganmisizlar sizlar? Anglaganlar bo'lish mumkin chiq odamlar. Shu bola bir suiqasd nazariyasi kirib qilib sotqa berdi-chu. Masalan, Amerika qarshi bir suiqasd nazariyasiga ilinishib qoldi bu. Shuni bilan yosh bolada endi sotqa bergan vaqtida sotchiga achchig'i bek kelib ketib, buni sot maydonida Amerika degan ismni anglag'im yo'q mening deydi-chu bu. Amerika degan ismni anglag'im yo'q degandan keyin sotchi shuning oshi gipiga jazo berdi. Shu bolaning yosh vaqtida oshi gipiga jazo berib, buni dengizga birib paraxod qo'yib qo'ysizlar, qaysi paraxod qayoqda tursa shu paraxodga chiqadi, Amerika tuproqiga dassimaydi, Amerikaning ismini mangu anglamaydi degan jazoni berdi-chu buningga. Shunda hech kim buningga Amerika degan ismni chiqarmasin, biroq Amerikalikni ko'rmasin deb paraxodda ashunda yashaydigan jazoni berdi. Filip paraxodda o'ladi. O'lgan vaqtida uyidan nima chiqadi desangiz, ash paraxodda yashagan. Butunlay Amerikaning xaritasi chiqadi. Bu butunlay Amerikaning xaritasini sizib, Amerikaning xaritasini to'plab, men Amerika vatanimda yashamasam-mı, mana men tuproqni sizib, ashning to'pisida bo'lsam yashaydim. Ash yerlarga choplab, ash xaritaning to'pisida o'ttirib oladi, ha. Vatansizlik degan mushtana sama'u. Siz vataning, men Uyg'urlar bor-ku, Filipdan qilishmaydi men sizlarga dey. Vatanimiz bormi bizningki o'zimizning xalqning tug'ilganlarga mushan vatanim deb o'tda bo'pti. Mushan vatanim desimi, bir kunlagan seni teginglardan u bu da shu mushalik bo'lib yo'qolib ketib, sizning o'zingizning vatani bo'lmaydi. Unda esa siz Uyg'ur emas, boshqa narsa emas, boshqa millat bo'lib ketishga qaror bering. Yo bo'lmasa, ma vatansizlikdan qutulishga tirishing. Xitoyning siyosatiga qarshi siyosat o'ynang. Tankab bermang, ya'ni uni moslashib bermang. Ya'ni siz Xitoyga berib kelib vatanim tursa ko'mamdim, urug' tuqqanim tursa ko'mamdim deb to'tkunligingizni o'ylagan bilan Xitoy mayada 100 yillikni o'yladi. Basang xalqning qirg'inchiligi yog'on, Sharq Turkistonni besvag'inim yog'on, bu xalq xotirjam berib kelyotidi. Berib kelgan xalq ana hech nima demadi-ku. Berib kelib sanga biz nima deydimi? Qirg'inchilik bo'layotibdi deydimi? Nimani ko'rapti? Hech nimani ko'rmabdi deydi. Xitoyning rostga chiqadi, bizning yog'onga chiqadi. Qilayotgan da'vo, qilayotgan mujodala hamma narsa yog'onga chiqadi. Endi biz hamma narsani yog'onga chiqarib vatansiz yashaylikmi? Bu vatan deganning vatansizlikning qanday bo'lganini bilmagidek darajada shunchalik dot qalvama bizning xalqimiz. Maningga meni achchig'im keldi uchun ma vatansizlik degan narsani kallasini silkitib o'ylash kerak har bir Uyg'ur. Uningdan keyin nima qilayotganini o'ylash kerak o'zining uchun.
Rahmat. Nihoyat yaxshi gapni qilib berdingiz. Buni alohida qilib berdingiz. Yana bir nuqta hozir o'tganida vatanga bo'lgan jiqiliqqa to'g'ri sazoyi qilib, yo jiq tashib qilganning yog'i hozir hamda Xitoy siyosat o'zgartimi qanday bilmadik. Lekin vatandan mush diasporadagi kelib o'zining urug' tuqqanlarini yo'qlab ketayotganlarda hozir ham o'rin olmishyapti-da nimasiki. Endi hozir masalan shu WhatsApp gruplarida yo g'oyib uchurlar kallam kirib anglab qolaman hamda. Qolgandan keyin hozir hamda Xitoy bolaligi o'ziga ishlaydiganlarni oyoq borgandan keyin nurg'a vazifa topshirdi ekan. Undaq qilgan bo'lgandan keyin to'g'ri sazo bo'lib ketgandan keyin xalq uningga arg'amonmaydi, ishonmaydi. Shuning uchun maxfiy o'zining odamlarini urug' tuqqanlardan chet elga chiqish orqali shu chet elda aktiv Xitoy qarshi siyosiy faoliyat qilayotganlarni texidimi o'ziga tortish uchun ularning jamiyatdan chet elga chiqarib beryotidi deb mandab qarash var. Buni qanday qaraysiz? Xitoyning o'yinlari to'lig'i. Har xil taktikani o'ynashi mumkin. Onunğa kez muamele qilish kerakda. Ya'ni unda deganim har bir masalaga shu masalaning o'zini tahlil qilib turib javob berish kerak. Men hozir sizga bu yerda umumiy cho'qim mundaq deb hammani nima deymiz bir xalta hisoblam bir taraflama bilan gap qilib beramayman. Chiqqan odam qanday odam, kim odam, kimning o'yi keldi, nima ish qildigan odam, vatanda qanday odam deb nurg'un narsalarni tahlil qilib, uchur to'plab, undan keyin gap qildigan qaror nima deymiz, fikr baho beradigan narsa-ku bu. Rahmat. Qani bu to'g'risida bir uchurni egallab, yana ayrim bir suhbat qilib qolsak qilamiz. Tamam, temadan jiroqlab ketdik zaten. Yana bir savol hamda shu Tushunmadim bu savolni. Sualimni tugab qolganda, ya'ni bu bir jiddiy bir nuqta. Sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib kelibsiz degan jiqraq bir so'zni olay. Voy Allah, rahmat. Yana birisi hamda shu bir necha kun bo'ldi, ilgirimi bo'ldi. Men shu o'zim diasporada ochgan Uyg'ur oshxonalari bular Xinjiang degan ismni qo'llanib, oshxonasining viskisiga Xinjiang deb yozilib, tomoq tizimligi Xinjiang deb yozilib, Xitoylarga to'xtamaylik tashib qilayotgan nimalarni chiqarib, to'xtamaylik tanqidlab yozganning yog'i dunyoning nurg'un yerlaridan Uyg'urlardan menga yaxshi uchur keldi-chu. Bu oshxonalar haddidan ziyoda chekda eshib ketdi deydi-chu narsalikni. Biz shaxs bo'lib chiroq tarbiya qilib boqdik deydi. Unda qilmanglar, vatanning bir ism yozolmasangiz Xinjiang degan ismni qo'llanmanglar. Tomoq tizimiga Xitoy xatning o'rniga Uyg'urcha yozinglar. Qaysi o'zimiz yashayotgan davlatning tilini qo'llaning deb chiroyli gap qilib baqsak, ongtamadiq bo'laba deb nurg'un videolar kelgandan keyin men bu qatam yana bir videoni taqatdim-da. Amerika New Yorkdagi Nurli oshxonasiniki xo'jayini Rahmatniki siz ko'rdingiz Facebookda. Ana shu degan Xitoy deganning udulli kirib tomoq yedigan yerga chiqib ko'rishib qilgan videolarni nesni. Ondan boshqa oshxonaga kirgan Xitoylik tomoq ichib qirib bo'lgandan keyin o'zini aytib tomog'im o'xshabdimi? Voy dago deb ashunda qilayotgan. Bu videolar keldi. Bu odamga ilgari boshqalar tarbiya qilibdi, anglamabdi. Buni men ichib yozdim narsalarga. Mushtanas qilganning yog'i nurg'un davlatlar Uyg'urlar degan gapi, siz yezib to'rda sazoy qilganning yog'i Uyg'urlar o'zgaryapti deydi-chu. V-skilllarni ancha-muncha almashtirib, Xitoycha xatlarni yozmay, hozir Uyg'urcha, inglizcha qachon shuni qilyapti-da, buning ta'siri bo'ldi. Bu xalqlarga biz yolg'iz tarbiya qilsak, anglamagan bilan xalqni g'azab nafratdi. Bularni oxiri o'zgarishga majbur qildik, nurg'un oshxonalarni V-skill o'zgardi deb xalqning yaxshi javoblarni oldim. Endi hozirgi bu oshxonaning xo'jayiniga yozgan shu nimasida o'ziniki oqlab o'zini men xato qilibman deb xalqdan kechirim so'rasansa kechirim so'rash qat'iy nimasi yo'q. Men siyosatga aralashmadim. Mening siyosatla ishim yo'q. Men pul teppaman deb Amerikada siyosiy panoh qilgan bir odam ekanda bu. Panoh deb bizimiz qabul bo'ldi. Ana mo'shtinga men siyosatga aralashmayman, men siyosatimning ishim yo'q deganini qanday qaraysiz? Yana shu oshxonasini to'xtamay, Xinjiangda ism tashkil qilishi mushtasiga. Meni ochig'im kelgan gaplarni nimishki so'raysiz mendan. Bu sizdan emas, har bir Uyg'urniki nima deyishim bilan ney desam insonda san ozroq manda bir insonchilik bo'lsa va 100 degan narsa bo'lsa ma bet deb qo'yamda qozoqlar. Ma 100 degan ma bet degan narsa bo'lsa ozroq nomus qildi ha. Men siyosiy aralashmayman, men siyosiy. Ya sen o'zing siyosiy ya. Ya har bir Uyg'ur o'zi siyosiy. Uyg'urlar bo'lganini o'tiradi Xitoy. Sen Xitoy o'tirib bizni siyosiy qilsa, sening yashagan davlatingni besib olib bizni siyosiy degan shu.
Sening siyosiy huquqingni tortib oldi qo'lingdan. Sening urug' avlodingning siyosiy huquqini tortib oldi. Sening yashash huquqingni tortib oldi. Sen shunga miyakkib yashayapsan. Nimishga yashamading Xitoyda? Gansuda sanmamta oshxonani. Nimishga açsa bu yerda? Hem onun üstüne senin Uyghur tamaklarda ananın hakkı var mı? Xitaycha menü yazıp, Xitaycha isim yazıp, Xitaylık dago dep satadigan. Ve özün tamakı icad qilib sata. Nim bizning tamakımız. Çünkü Uyghur xalqi Xitay tamak o bizning Uyg'urning o'zimizning tamoqlari bilan unda Xitoylar xushamat qilib unda qilishni xohlamaydi. Bo'pti u Xitoyning xalqi, mening chattig'im yo'q, u Xitoyning bu yerdagi Amerikadagi xalq u yerdagi bizni besib olgan xalq emas kirdi deb unda deymiz. Lekin sen nimishki sen ularning bir qismi deb ko'rsatsa o'zingni. Xitoyning siyosatiga moslashib, va men buni nurg'un so'zlarga yana so'rasangiz, yana shu o'xshash gapni deyman. Bularning Xitoycha xat yozishi, shu derazalariga Xitoycha xat yozib olishi, kelib bekordan Xitoycha gaplarni qilib ketishi, seni bunda boshqa uchinchi birisi ko'rsa, sen Xitoyning bir qismi ekansan deydi shu. Shunami? Şunun ayrılanmaz Xitoyning zaten bizga qilayotgan siyosati Sharq Turkiston Xitoyning ayrılanmaz bir qismi siyosati shu. Butun dunyoda Xitoy shu bizni ichki ishimiz, bizning bir qismimiz bizdan ayrılanmaydi, mumkin emas. Shunda deyiglik-ku Xitoy, One China policy. Sen shu One China policyga moslashib turibsan. Sen bo'pti Xitoyga tamaqingni sat, nim deb Xitoycha gap qilsa, men nim deb Xitoycha yozsa, voy dago deb. Sen nimishga bir Xitoyga bo'lgan oshiqligingni ularning bir qismi ekanligingni ifodalaysan. Munosibatsiz Xitoy bilan biz o'xshamaymiz, biz munosibatsiz bizning yerimizga sen kirib olgan degan narsani o'tirib qo'yish kerak. Bu narsani demasdan bu Xitoy o'zi bizni besib olsa, bizning butun siyosiy huquqimizni tortib olib, o'sha odamning ashakib Amerikada yashashga majbur bo'lishi shu siyosiy huquqini Xitoyning tortib olganligi tufayli. Bo'lmasa nimish kelib Amerikada yashaydi? Gansuda yashasina u berib. Nada yashasina, Chengduda yashamdi Xitoyning qaysi o'lkasida. Xitoyning tamog'ini setib yashasin ashada. Sen Xitoyning bir qismi bo'lgandan dago deb. U tamam Xitoyning xalqiga biz bir o'shmanlik qilib Xitoyning kirgan xalqini gaqilmaymiz, Xitoyning xalqi chikassin, ishtilan Xitoy kirmasin deb yezib qo'ygu demidik. O'nchilar Avstriyaga kelmidik. Ammo sen o'zingning Xitoyning bir qismi ekanligiga qarshi emasligiga ifodalashing kerak. Xitoyning oqibatgan siyosatiga qarshi turishing kerak. Sen siyosat qilmayman degan bilan qilsan-ku siyosat. Siyosat bo'lmay nima sening Xitoyning bir qismiligini ifodalaganliging? Xitoyning tilida gap qilib, dago deb xushamat qilib, Xitoycha narsalarni yozib, Xitoy bilan opaq-chapaq bo'lganing sening Xitoyning siyosatini qilayotganingni ko'rsatmay nimani ko'rsatadi? Men Xitoyning bir qismi degan siyosatni qilyapsan, bu siyosat bo'lmay nima bu? Xitoyning men siyosat qilmadim, tomoq setyapman deb. Tomoqni sen nimishga neutral turib sotolmaysan, boshqa chet ellikka sotgandek, shu davlatning tilini yoz, inglizcha yoz, uyg'urcha yoz, boshqa sot. O vaqtida men siyosat qilmadim, faqat tomoqni setib qo'ydim, hech kim bilan hech qanday odam bilan ishim bo'lmadi deya olaysan. Ammo sen siyosat qilyapsan bu yerda. Xitoyning siyosatini qilyapsan. Shunga to'g'ri qilib siz chiqaribchi bu videoni yezib. Rahmat, endi siz bir siyosatchi bo'lib sifatingiz bilan ana shu nimalar o'tirib qo'yilgandan keyin bizning diasporadagi ba'zi aktivistlar buningga yana menga qarshi odamning yanida turib, yana Nurli oshxonasining xo'jayini deb bu hamda Xitoycha tildan boshqa til bilmaydi ekan, bu jon beqish uchun, xotin bolalari bor ekan, uni beqish uchun unda tijorat qilmasa bo'lmaydi. Buni to'g'ri tushunmasak bo'lmaydi yo degandek u saxovat. Chet ellikka qanday sotadi ekan tomoqni u? Xitoydan boshqa til bilmasa chet ellikka qaysi tilda gap qilib setibdi? Uni o'qimadim, lekin qarasam oshxona liq deb o'tirganlikda hamda mana men ichki videoni chiqarib qo'ydim-da hamda. Xitoydan boshqa odamga tomoq sotmaydi ekan ashtaga. Ya boshqa odamga sotilganda hammasini. Yani onun qaysi tilda qildigan uni bilmadim, lekin hamda da'vat qilmizda hamda uni Xitoycha hozir dedingiz-ku, Xitoychadan boshqa tilni bilmaydi ekan, shunga gap qilibdi deb aqlli dedingiz. Unda chet ellikka qaysi tilda gap qilib setibdi deydi. Bilmayman-da hamda ma'nosini. Hamda u ilqi saxovatchi, u yordam qiladi, u bu yetim yesirligiga, pul yo'qligiga u bu degandek bunda oqlash tarafdorlarim bor-da hamda. Buni qanday qaraysiz? Sharq Turkiston xalqining manfaati, siyosiy huquqi pul bilan setilib oladigan narsami? Xo'sh. Oqlash deb bir taxsil lag'man berib qo'ysa, pul berib qo'ysalar, bu saxovatchi xoinlik, masalan, Xitoyning siyosatiga moslashib, Xitoy bilan o'xshashlik qilib bizga qarshi maydon tursa bo'ladi deydigan gapmi? Ashtami? Qanday gap bu? Kim degan gap, qaysi aktivist degan gap bu sizga? Kim dedi shuni Ayıp yazdı buni, Abdulla Ayıp yazdı, Ümin İksan yazdı,
Maryam Sultan To'g'ri emas bu. ya, Men to'g'ri emas. U ana saxovat qildi deblam. Tamam, pul berib qo'ying, saxovat qiling, mayaqdan bizni setevering. Bizning siyosatimizni xatoga chiqaring. Xitoyning siyosatini to'g'riga chiqaring. Bizga pul berib qo'ysizlar bo'ldi. Lag'minni bir taxs lag'm manbasida bo'ldi. Xitoyning g'alchisi bo'lsa mayli. Shunday ishmi? Nada bor ekan shunday ish vatan manfaatini lag'man bilan pulga sotadigan ish. Qaysi kimning logikasida, kimning diksionarisida bor narsa ekan bu dunyoda? Shu Abdulali Oyib bilan shu bir bola ismini unutdim. Shuning diksionarisida bormikan ya? İhsan Barmanibek aka Maryam Sultan bular hamda yana aniq odamlarniki yozgan nimalarida hamda. Yani ularning tanqid qilayotganini sen nima ish qilib kashkicha mushtaliq kirishib olasan. Men kirishib olmadim bu millatimning g'ururini, vijdonini dafsana qilyotdi. Aytib turibsiz. Chunki kirishib olmadik deb hech kimning chattig'i bo'lmasa, sizning chattig'ingiz bo'lmasa, mening chattig'im bo'lmasa, bizningki bu society buzilib ketadi. Bu Uyg'urlar degancha baklam o'zi bilganini qiladigan haqga. Birdamlam nima qilsa, hammadan o'zi bilgan tarafga ketaversa, hammasi o'zi bilgan ishni qilaversa, Sharq Turkistonning manfaati qayerda qoladi? Kim qo'g'daydi? Sharq Turkiston xalqining huquqini, manfaatini kelgusida qanday qilishimiz kerak? Bu narsalarni kim qo'g'daydi? Bizning jamiyat axloqimiz nurg'un narsalarga kim ega chiqadi bu vaqtida? Biz texbi mustaqil bo'lgan xalq emas, bu yerda bir davlat sistemasi bor. Biz aralashmay o'tiraylik deydigan. Tushunarmi? Bu yerda elitlar o'tirg'i chiqish kerak, deyish kerak, munozara bilan, fikr bilan, qarshi fikrlar bilan shunday o'tirg'i chiqarilish orqali bu narsa xalq fikrlash orqali xalqning ingi bir yerga keladigan gapda. Bo'lmasa bunday narsalar o'tirg'i chiqmasa, qo'g'dalmasa biz bir mustaqil davlatmidik bu yerda. To'g'ri, men o'shanga o'zimniki ko'z qarash qildim. Men Uyg'ur ashxonasiga Xitoyni kirgizmanglarmi, kirsin Xitoylar. U bir tamoq yegichi bir boshqa millat. Men shunday dedim, kirsinlar, lekin uning oloydamdalik voy dogi, voy bijimi deb haddan ziyod qo'shamach qilgan gapni qilmang dedim. Bu Sharq Turkining bayrog'ini esib qo'yinglar. Uni qilolmasanglarmi? Shu tamoq tizimligidagi Xitoy xatni chiqarib deb shuni uni Uyg'urcha yozinglar. Yerlik davlatning tilini yozinglar. Şinjan aşxonasi u bu degan narsani chiqarib o'tinglar. Biz sizlarni qo'llaylik. Sen Uyg'ur oshxonalari qarshi deydi. Men Uyg'ur oshxonasiga qarshi emas. Men Uyg'ur oshxonasining tashviqotchisi. Shu Amsterdam Dam maydonida men namoyish qilayotgan dunyoning nurg'un yeridan kelgan sayohatchilar Uyg'urlarni tunigandan keyin biz bu Uyg'urlarning tamog'ini yeb boqsak bo'ldi. Uyg'ur oshxonalari bormi Gollandiyada desam, hamma Uyg'ur oshxonalariga Xitoyning kirganligini bilaman. Shularni deb berdim. Danxaq borsang oshxona va Amsterdamning oshxona va Rotterdamning oshxona va qayoqqa borsang Uyg'ur oshxonalari bor, bo'z qo'llab shu tamog'ini yeydi. Ular oshxonalarga borib kirib xo'jayiniga debdi, sizlar shu Uyg'urdan bir soat Amsterdam namoyish qilgan, shuningdan sizlarning adresingizni anglab keldimmi ya Uyg'urning tamog'ini yeb boqay deganki, nurg'un oshxona xo'jayinlari qo'shilib menga telefon qildi masanga. Sen bizni oshxona tashviqotini qilib, yaxshi nima qilibsan? Sen xo'sh bo'ldik. Sen qachonlar kelsan bizni oshxonamizga tamoq haqsiz sana tamoq yeb ket, oilang ilib, nima tamoq yeysan, har vaqt sana deb nurg'unlar rahmatini aytdi. Men endi bu oshxona Uyg'ur kulturini tunishtirishda nihoyat roli cho'ng, buni e'tirof qilaman. Şuңaşqa qaysi millat kirsin, onun qarşı emas, faqat Xitoycha xat yozmanglar. Tamoqni Xitoycha chiqarib o'tinglar. Shu bir gapni da'vat bilan bunim deyish haqqimiz bo'lmasa, o chog'da biz nima qilamiz chet el siyosat faoliyat qilib deb bu savolni qo'yib qo'ydim. Buni deyish haqqimiz bor-da biz shunday qilmoqda. To'g'ri, har bir Uyg'urning deyish haqqi bor. Bu sizning qilgan ishingiz emas, har bir Uyg'urning majburiyati bu. Biz o'zimizning g'ururini qo'g'dishimiz kerak. Masalanki bunda desam bu Xitoy xalqida nima gunoh deb shuning bilan eslab oldi hammasi. To'g'ri. U Amerikada yashayotgan Xitoy bizning vatanga besib kirgan tajovuzchi Xitoy bilan o'xshamaydi. Balkim uningda hech qanday gunoh yo'q bo'lishi mumkin. Balkim u Xitoy tajovuzchiligiga qarshi turgan bir Xitoy bo'lishi mumkin. Lekin miyada Xitoy, yana desam, yana shu siyosat qilyotdi. Siyosat qilib Sharq Turkistonni Xinjiang deyotdi. Bu bizning ayrilmas bir qismimiz deyotdi. Bu tajovuz qilib kirgan hech narsa, bu bizning bir qismimiz. Bizdagi shovshu minzu, bizdagi osonlik millat deyotdi Xitoy bu yerda. Shunami? Buni sen isbotlab beryapsan. Xitoycha gap qilib, voy dago deb. Tamam, ozroq bir g'urur va odamning unda voy dago deb ketishiningki xilchaji uchinchi bir shaxs ko'rsa bor, maqaqning xotin qizlarini manda depsanda qilayotgan, mushu Xitoy millatini deb besib kirib oldi u Xitoy. Osmondagi bir bunda bir mavhum bir narsa besib kiribmidi bizga. U qaror berguchi Xitoy Kommunistik partiyasi shu Xitoy xalqining nenini tepirish uchun besib kirib oldi bizga. Shu Xitoy xalqi qo'llamasa, qarshi tursa,
biz qarshi turib qo'llamaydiq, besib kirmaydiq desa, unda chikasumamda bizning vatandan nim deb kirib turdi. Bizni settler kolonializm qilyotdi. Ular demographically besib kirdi bizga. Shundaymi? Yerimizni tatib olib bordi, uyimizni tatib olib bordi. U bizga menda bir askar bilan besib kirib, hukumat ham yolg'iz qilayotgan ish emas bu. Tamam, Amerikadagi Xitoyning bu settler kolonializm bilan, ya'ni bizning vatanga besib kirib yerlarimizni tatib olgan Xitoy bilan aloqasi yo'q deyli. Ammo shu Xitoy bir kuni shu yerga berib yashab, hozir bargan Xitoylar pul berdi-ki, bekor yer berdi-ki, bekor uy bergan Xitoy. Sen mani berma, baramsan, bardosh Xitoy bizga. Berib, ash Xitoymi bizning yerlarimizni tatib oldi. Shu Xitoyning hukumati, shu Xitoyning xalqining nenini deb berish uchun bizning hamma nimamizni sumirib evilib bordi, yerlarimizni tatib. Endi mushta bir ahvol ostida sen maydonni aniq qarashing kerak. Men seni nafrat qilib hech bir aloqasi yo'q Amerikadagi Xitoyni bir shapaloq qilib birini qo'y yo ish bilan sen kirmaydi deb kirgizma. Yo bo'lmasa sen buni o'ttirib deb uni targ'ib qilmaymiz biz. Tamam, hamma narsa yo'li bilan bo'ladi. Biz o Amerikadagi hech qanday aloqasi yo'q, hech nimani bilmagan Xitoyga bir nafratimizni ko'rsatmaymiz u yerda. Ammo sen u qadar deyliqi nima deymiz, unchalar bir g'ururingni yerga dastlab dagi deb ko'nglimizni ilashtirma, tamommi? Chunki sen o'zingni undasa Uyg'ur dema. Chunki sen oshxonani ochgandan keyin oshxona degan kultural diplomatiya qildigan yer. Chunki bizning tomoqimizni setvatsa, ayada kultur diplomatiyasini qilsa, Uyg'urning kulturini tanitib, kultur diplomatiyasini qilayotgan odam, sen u yerda kultur diplomatiyasi emas, Xitoyning siyosiy diplomatiyasini qilib qo'yapsan. Chunki sen Xitoycha gap qilding, u yerda butun ma'nolarni Xitoycha yozib, Xitoy xalqini chaqirib, Xitoyning bir qismi bo'lib, Xitoyning ichidagi bir shovshu minzo degan siyosatni sen qilib qo'yapsan u yerda. Xitoyning siyosiy diplomatiyasini qilding. Biz ma'noga qarshi. Unda sen bizga vakil bo'lib kultur diplomatiyasiga vakil qildigan bir oshxonani ichib ol. Undan keyin Xitoyning siyosiy diplomatiyasini qilib bersang, sening qilgan qiliqing bizga vakil bo'lib qolsa, bizning siyosiy maydonimizga qarshi, ham bizning g'ururimizni deb sen qilyapsa, ko'nglimni ilashtirib. Tushunarmi? Buning qaysi Uyg'urning ko'nglini ilashmay tura olsin? Nimishga bu Uyg'urlar buningga qarab tursin? Oransız bir chiqibsiz. Men 5 qitim gap qo'yibman. Bir ishga odam gap qilib, boshqalar beshini ichiga tiqib oladigan, voy bu Uyg'ur sizninglar, meninglar, yana bizninglarmi? Bu Sharq Turkiston xalqi bir ishga odamningmi? Voy bu qila oladigan ishlardimi? Nimishga ma xato, ma to'g'ri, ma g'urur masalasi-ku bu. Shundaymi? Buningda ozroq bir g'ururimizni qo'g'dash uchunmi buningga qarshi turmasa, qanday bo'ldi? Hatto uni qo'g'dab gap qilgan ishlar chiqibdi. Bu qanday degan, nima degan bir mantiqsizlik bu? Shunaqa biz Tibetlarni yaratmaymiz texe. Tibetga buddist, onda Tibetlarmi oshxona olsa, u Xitoy yozini faqat yozmaydi-ki. Tibetlar bizning nimamiz o'xshashga, Tibetni mustamlik qilib oldi Xitoy, bizni mustamlik qilib oldi. Tibetlar bayroq osidi ekan, Xitoy yozini faqat ishlatmaykan, butun Tibet kulturini tunishtirgan. Sizimiz kultur diplomatiyasi qiladi deb. Oshxona degan kultur diplomatiya qildi. Chunki bizning tomoqimiz sotadi. Har qanday bir madaniyat o'rinlari, bizning kulturimizni taqitadigan dukkanlar yoki bizning boshqa faoliyat qiladiganlar hammasi kultur diplomatiyasi. Chunki buni sen foydalanib, nimda Xitoyning siyosiy diplomatiyasini qilib bersa u yerda, shundaymi? Siyosat qana Xitoydan hatta men siyosat qarashim yo'q deb Uyg'urning nomini vatan tikilgan qonning badaliga siyosat bilan tilagilik. Men endi siyosatla ishim yo'q meniki. Pul topsam bo'ldi deb. U pul tepishni maqsad qildim, hammani qiladi degan gapda uningda. Tamamda Uyg'ur agar uniga qilmayman desa, bayroq osmayman, Uyg'urcha gap qilmayman, Xitoyga tomoq sotdim desa, Xitoyning tomoqini etib setib, o'zingni Uyg'ur dema va bizning g'ururimizni dapsanda qilma, unchalar ko'nglimizni ilashtirib, shunami? Uyg'urning dopisini kiymisin, Uyg'urniki. Dema, Uyg'urning ishini qilmasdan, Uyg'urga Xitoycha bir ism qo'yib ol, ko'nglimizni ilashtirib, Uyg'urga vakillik qilmasan. Shunga qarindoshlar, bugungi bu programmani ko'rayotgan taqib qo'yinglar. Aning keyin men dedim, ozod tanda ruh qo'l debchi. Qulro'y deb, azatdan qulro'y deb ikki qism ishlab bo'ldi. Bundan keyin davomli ishlayman, taqitman. Hozir dunyoning ham yerdan kelgan xalqlarning eng yaxshi nimasi xo'shliqlik, nurg'unlik xalqlar deb o'tganga o'xshash. Biz bular chiroyli tarbiya anglamagandan keyin buni sazoy qilib, o kollektiv xalqning vijdon g'ururini qo'zg'ayli, xalqning nafrat kuchlari orqali buni to'sa olamiz deb xalq buning foydasini ko'ryapti. Bundan to'g'risi suhbat davomli qilaman. Yani aşında haddidan ziyod eshib ketgan normal Xitoy muomala qilsang u o'zingning ishi dedi. Arif eshib ketgan haddidan chekdi eshib ketib Xitoy qo'shamlik qilgan videolar qilib avatelaringlar men taqtil beraman, to'g'ri sazoy qilaveraman. Bu mening millat oldidagi mas'uliyatim, majburiyatim. Hozir Ruqiya Turdish xonimmi o'z bir siyosatchilar bilan o'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'ydi. Buni Ruqiya Turdish xonim men yana bir millat ko'pliga Uyg'urlar o'tirib chiqishimiz kerak. O'zimiz millatimizning yuz obro'yini, g'ururini, vijdonini qo'g'dash har bir vijdon egisining Uyg'urning majburiyati, mas'uliyati. Tibetchilik bulayla biz musulmon o'zimizniki Alloh iymon etgan, qiyomat kuni iymon etgan
inson bo'lgandan keyin biz ozroq bo'lsa vijdonimiz, g'ururimizda yashaylik. Zulmga yo'lak bo'lmaylik, zulm qarshi haqqoniy yo'lda turaylik. Rahmat Ruqiya xonim, eng oxirgi bir savol, shu bilan programmamizni tugatamiz. Yana bormi? Yana bir savol. Men 1 yilning oldida Amerika prezidenti Donald Trump Kanadani Amerikaningki 51-shtat qilamiz degan vaqtida men shu bir maqola yozgan. Sharq Turkistonni Donald Trumpga satayli, biz Sharq Turkistonliklar Amerikaning 51-shtatini xohlaymiz deb satayli degan narsani temining beshiga keldim. Nemishqa diqqat tortganlik uchunchi buni yezib bo'lganki bir necha odamlar ko'rsatsam, bu satayligan oldiga olsang jiq diqqat tortib maqsad setish emas, o'sha qizilin boyliqlarni Amerika boshqa g'arb davlatlariga 50 yil yo 100 yil berish badaliga Sharq Turkistonni mustaqil qilishga qo'llashga bir narsa yezib e'lon qilganda ko'plagan Uyg'urlar xo'sh bo'lganlarimi bor, ba'zilar sen vatan sotquchi, xoin, vatan degan sotqul olmaydigan narsa u bu deb tillaganlar bo'lganda. Bu maqola hozir to'rda bor. Lekin men maqsad setish emas, ash vatanning iglik huquqini sotmaymiz. Faqat ashar qizilin boyliqlarni hozir dunyo ko'ryapmiz mana. Amerika, Ukraina o'rtasida qizilin boyliq, Yeshil Orol, Gerland o'rtasida narsa qizilin boyliq strategik o'rni muhimligi. Bizim Sharq Turkiston strategik o'rni intayin muhimini eksat shu maqolada yozgandim. Shu chog'da sizdan mush to'g'ri savol so'ragan. Endi bir necha 2 kun bo'libdi. Tor dunyosida menda bir fikr chiqibdi-da hozir. Malkam birgan meni ovoz avatib qo'yapti. Biz Amerikaning 51 shtati bo'lishini xohlaymiz. Sharq Turkistonning Amerika 51 shtat qilib olsa bo'ladi. Biz buni imzo to'playmiz degan menda bir ko'z qarash fikr o'tirib qo'yilibdi. Amaliyotdan 1 yil burun o'tirib qo'ygan vaqtda nurg'un odamlar qarshi turgan. Endi bu fikr imzo to'plash fikrini kim o'tirib qo'ydi, uni bilmayman. Xalqlar ovozni avatib qo'yapti. Mushtaq qilish orqali nurg'un tashkilotlarni buningga agishga nima qilibdi? Buning siz bir siyosatchi bo'lasiz, sifatingizdan buni qanday qaraysiz? 1 yildan oldin sizdan birini so'ragan, yana 1 yil o'tib endi menda bir fikr yaqin chiqqan. Endi so'raganmi? Esimda yo'q. Endi yana bir qatim so'rab boqay. Men 1 yil oldin esimda yo'q, so'raganmi esimda yo'q. qo'zg'ab qilmagandim u narsaga. Shu so'zga leksiyalaringizmi bor, ashnasim bor, yozgan maqolam Uyg'urcha, inglizcha va hatto men bu narsalarni shu chog'da ba'zi Uyg'urlar buni bir nechta tashkilotlarga debdiki dunyo Uyg'ur qurultoyiga va yoki Sharq Turkiston surgunligi derneklariga manda bir fikrlar yoki Sharq Turk qizilin boyliqlarini setish orqali Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'l oldigan bir Amerika bilan kurashib boqqanlar desa hech qanday tashkil qanday yaqin kelmaylikda bu narsaga. Lekin men o'zimning irodasini bildirib to'g'ri e'lon qilishga qolmay, balki munosabatga shu narsani yetkazib bergan narsaga. Endi bu yana qayta o'tirib ko'tarilib chiqibdi. Buni siz qanday qaraysiz? Biz bir siyosatchi bo'lib chiqdingizda, xo'sh. Vaqtimi? Mencha birinchi savolim. Ikkinchi savolim shu boyliqlar bizning qo'limizdami hozir? Satayli deb Amerikaning oldiga borsang, ha sen setib olsang bo'ladi, sen bilan kelishdim deb ola oladigan legitimacy, mashruligimiz bormi? Ma'nosi bor. U hech nimadan hech nima yo'q satayli deb quruq gapga Amerika sarang emas. Olaman desa o'zining kuchi bilan ola oladi Amerika agar Xitoy bilan urush qilib, Xitoy pochinib ojizlab. Bu bizningki hozir emas. Endi hozir men tushunaman xalqning dardini. Chunki Xitoydan u qadar to'yab ketgandan keyin, u qadar zulm ostida hech qanday bir qutulish mumkinchilik bo'lmaganki, voy mush Xitoy og'ichan, Amerikalar asina. Degan keladi. Amerika emas, boshqa birisi asina degan yerga keladi Uyg'urlarcha hamdi. Unda zulmga chidash mumkin emas. Unda ahvolga keladi. Buni tushunishga bu. Lekin birinchisi bizningki unda mashruiyatimiz yo'q, sota oladigan. Birinchisi bu boylik, u vatan bizning qo'limizda emas. Avval shunchalik bir mashruiyaga keling. Uningdagi Amerika bilan shunchalik diskus qila oladigan, Amerika bilan kelib senga ma'ni berma, sen ma'ni berma deydigan bargain qilgidek bir legitimacy'ni, mashruligingizni institutionalize, organize bo'lib hammayada. O'ylaqi advocacy davoslam qilib shumay, ani qildi, ma'ni qildi, Xitoy urdi, tilladi, uni ham tutdi, buni ham tutdi demay, Sharq Turkistonga vakolat bo'la oladigan bir mashruligimizni tiklaylar avval. Uningdan keyin nimani deb, nimani demaslikni uningdan hal qiladigan narsa. Bu o'tiraplam qarquyoqli ismi jismi yo'q bir odam men Amerikaga berib o'taylik desa, haq berib imzo to'playdigan undaylikni nima deymiz? İşler unda bo'lmaydi-da endi. Siyosat unda bo'lmaydi. Uning bilan hech nima ma'lum bo'lmaydi. U narsami Amerikaning oldiga imzoni opirib tashlab bersimi, endi bu beliqi xalqning orzusi kelsa, burun mushta orzu qildi degan bo'ladi. Masalan, hozir bizni olmaydi Amerikam, texi u bir urushga kirmadi. Masalan, biz bir mustaqil bo'lishga yaqin keldik, Xitoy pochinib ketdi degan ahvol ostidami? O'sha imzo shu vaqtda kuchga ega bo'lamdi. O'ma bir gap. U vaqtda bizning xalqimiz yana o'zgarib qoldigan ish chiqamdi. Siyosat qaysi tarafga mangdi u chaqda. Bizning manfaat
menfaatimiz nada bo'lib qoladi? Amerika belgilemay bizning menfaatimizni Rus belgilaydigan yoki Turkiya belgilaydigan yoki biz Amerika tayanmaydigan ish chiqib qolamdi? Unimi bilmaymiz. Hech nimadan hech nima yo'q. Amerika meyani olsin, bizni evasin mayli deydigan narsa. Men ancha bek jiddiy qaramadim. Hech yana bir roli yo'q. Endi xo'sh, bu yerda manda bir nuqta bor. Masalan, shu Yaponiyada mana nima Muqaddas Xorimniki tarjima qilgan Ikkinchi dunyo urushidagi Yaponiyaning Sharqiy Turkiston strategiyasi degan kitobni siz o'qigansiz. Biz bir kitobni o'qib chiqib, bu kitobnikini o'qib chiqib, shu Muqaddas Xorimga rahmat shu kitobni tarjima qilib bizga sunganiga. O'zim ba'zi savollarni so'ragandim. Endi o kitobda shu chog'da Muhammad bin Bug'ro Hazratim bilan Mahmud Sejonglar Yaponiya hukumatining nima qilgan vaqtida aloqa qilgan vaqtlarda debdeganda bizga shu Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun qo'llasanglar, Sharqiy Turkistonning qizil boyliqlarini manda nimasini sizlarga aytish yo'qini bermaymiz. Tashqi siyosat jihatlarda, diplomatiya jihatlarga bo'ysunmaymiz. U bu degan nurg'un shartlarni o'tirib qo'yibdigancha, shu chog'dami yana Sharqiy Turkiston bizning qo'limiz emasda Xitoy ishg'ol edi dedi. Hozirgacha Xitoy ishg'ol etdi biz hech narsa Hozir bir kuchi batdi, ularning shu yozganlarning bir mashruiyati batdi. mashruiyati bor. Bugungi kunda mashruiyatimiz yo'q, hech nimamiz yo'q. Ani qanday bir mashruiyatni borliq keltira olamiz? Bu meşruluk meselesini ayrım bir tema qilsangiz bo'ladi. Hozir men so'zlasam yana 2 soat ketadi, okay? Bu meşruluk meselesi o'tganda bir report yozdim-ku men Sharqiy Turkiston ulusal manfaat markaziga. İngilizcha yozgan o reportni, shu reportda shu meşruluk to'g'risida maxsus to'xtalgan yerlarim bor. Asosan shuni to'xtalgan. Uni keyin Nijat bilan bir program qilgan, kirib Uyg'urcha programchi. Kirib anglab baqsanglar bo'ldi. Endi hozir buni so'zlasam 2 soat ketadi. Qanday qilib meşrulugimiz kimlar emas bir ko'rmanimiz yozibdi, biz Uyg'urlar Sharqiy Turkiston haqiqiy egildir bu sifatimiz bilan 51-shtat bo'lish talabini sunib baqsaq mencha foydasi bor deb. Hammadan mana foydasi bor deb Xitoydan daq to'ydi-da hozir ham hech qanday tushunishli bo'ldi, lekin tushunishli bo'ldi. bizniki qo'limizda bormi? Siz berib ashuni Amerikaga sunib yiqingiz, Amerika sening qo'lingdagi narsami bu deydi-da, sendan so'ramayli olsam elavermanga oladigan ishimiz deysiz. Gapning oxirgi nimasi rahmat Ruqiya Turish xonim, siz degandek emsa buni ayrim bir programma qilaylik. Bunu siz so'rasak bu uzun vaqt ketadigan emas. Buning yaxshi bir savol. Men bizniki Sharqiy Turkiston ulusal manfaat markazida dedim-ku, inglizcha bir report yozgan majilliq. Uni Uyg'urcha qilib, vaqt yetmay vaqtda uzilib qilib, so'zildim. Shu asosan legitimacy degan narsani, ya'ni mashrulikni so'zlagan Nijat bilan qilgan programda. Ashadni anglasi bo'ldi ko'rinmalar agar qiziqsa. Qiziq bo'lsa bir suhbat qilaylik. Buni sal munozir shakllarda siz so'zlaganda qachon shu so'zlab savol shaklida javob bergan bo'lishingiz mumkin. Mani haqli ko'rganki nurg'un savollar bo'ladi. WhatsApp gruppada nima bo'layotdi? Buning savollari men bir jig'oy. Haq nima deyapti? Tashkilotlar nima deyapti? Bizning siyosiy aktivistlarimiz nima deyapti? Xalqning nimalari? Buni men bir to'plab chiroyli bir savol qilib, 5-6 savol qilib, ayrim bir suhbat qilamdik. Olur, bo'ldi. Qaraymiz. Rahmat emsa, unda bo'lsa bugungi suhbatimiz hamishada bir inkas keldimi? Mana o'qiyotdi-chi. Oldi bilan imzo to'plab Amerikada yillarcha turib yashab ko'chman saqchilar tomonidan beguna tutib ketgan Uyg'urlarning imzo to'plab olib chiqib qo'yinglar deydi-da. Buni qilib baqilay, manda narsami to'g'rimi? Amaliy ishlarni qilish kerak-chi, bunda oqadigan bir fantaziya ishlarni qilmay tek vaqtga. Har xiyol deb mana mushtaq savollar bilan mushtaq o'zingizning o'ylaganlarini deb bersanglar, birimiz bir reallik maskildigan bir nimalar chiqib qolishi mumkin. U siyosiy planni mana jin gapmaylik chiqqan yozib. Anasini sizlarga ayrim qilaylik. Undan rahmat Ruqiya Turish xonim bugungi intayin chunqur o'tkir analizingiz bilan bizning nurg'unlagan o'ylaganlarimizni texmo chunqur bir o'ylanib chiqishga da'vat qildingiz. Balki kelgusida xalqaro munosabatning yo'nalishi bo'lgan texmo murakkab nimalarda masalan dedingiz Sharqiy Turkiston mashhuriyatini qilish haqida suhbat qilaylik dedingiz. Bu mashhuriyat degan gapni jiq Uyg'urlar tushunmasligi mumkin-ja rost gap degan vaqtida. Hozir xalqimizni bu siyosiy ongni yuqori ko'tarib qilishimmi shunday suhbatlarning foyzi haqiqatan zo'r. Siz hamda inglizcha maqolalarni yozyapsiz, inglizlar bilan suhbatlarni qilyapsiz, ko'ryapmiz, lekin uni o'qib anglab tushunadigan Uyg'urlarimiz oz. Men masalan o'qiyman, ba'zilar tushunmaydi, ba'zilar tushunmaydi. Yoshlar tushunsin deb yozaman-da, bundan keyingilar yoshlarni Uyg'urcha tushunsin.
lekin. Shuning uchun bu yangi yozgan maqolalarini, suhbatlaringizni qolpas men anglab, bundan keyin qisqa savollarni tayyorlab, sizlarga ekranga taklif qilay. Xalqimizning suhbatimizni yaxshi ko'radi. Shu orqali xalqimizning bir siyosiy saviyasini yuqori ko'taraylik. Jumladan yana suhbat ko'rayotgan boshqa qarindoshlarmi kim xohlasanglar o'zingizning bildigan qaysi sohalar qolib qolsa, millatimizni oqotaylik, millatimizni bilimga qilaylik. Bir-birimizniki kallas o'ylagan fikrlarni yangiliklar qolib qolsa, xalqimizga o'rtoqlashaylik. Rahmat Ruqiya Turishxonim bugungi suhbatimiz mishaach og'irlashsin. Kelarki sonda ko'rishaylik hammalarga. Rahmat, bir eg'iz gap qaytib qo'yay degandim. Agar ilqi bu suhbatlar bo'linsin desa, ostiga bunda xalqimiz shunda suhbat qilsin, so'zlab qolsin deb yezib, bunda talab bo'lsa, chiqib so'zlasam bo'ldi, bo'lmasa ilqi boshqalarning vaqtini ilib unisiga men besh jiqqa qaytmaychi. Shuningga gapingiz o'tkir, tafakkurimiz o'tkir. Bizning xalqaro munosabatlar qarab chiqaylik programma. Qachon ekan, xalqimiz jiq keldi, menga yozmasini yozdi. Men bu savollarni tayyorlab qo'yay. Yaxshi savollarni tayyorlab, shu savollar asosida hamda bir munozara shaklida ekan. Men bu sizlar munozara qilib kelgandek bir saviyam yo'q u xalqaro siyosatda. Yaxshi gap. Ba'zida ancha-muncha haliqi savol tayyorlash jarayoni ancha-muncha material ko'rib, ba'zi vaqtlarda men sizni ancha-muncha yana bir nimani o'zim o'ylaganlarni o'tirib qo'ysam, sizni texnik so'zlab berishga rag'batlantirdi ekanman-da endi. Shuning qarindoshlar gap qilavermay deyman-chu shuningga. Xush yoqmaydi u xalqning vaqtini olmaslik kerak. Yaxshi ko'rib, men so'zlamasam u xabarlardan, butun dunyoda uchurlardan ko'rib, hammadan bilib turdi-chu hamma narsani. Shuningga muhim cho'qim so'zlamasa bo'lmaydigan narsalar bo'lsa chiqsam bo'ldi, bo'lmasa chiqmasam bo'ldi. Ham sizga ingliz dunyosiga ingliz qilayotgan nimalarimiz haqiqatan ta'sir yaxshi. Bu cho'qim kam qolgan nuqta to'liqlab mangdingiz. Shundaqla shu inglizcha o'zingizning yozgan dokladlari, maqolalarni inglizcha yapgan suhbatlaringizning mazmunlarini xalqimizmi jiqdaydi bizga bu tushunmaydi ekanmiz, uyg'urcha so'zlab bergan bo'lsa deb oldirashgansiz. Ko'ramiz vaqtida. Yosh qarab qilaylik, tamam? Bo'ldi. Rahmat hamsa. Rahmat qarindoshlar. Taqib bilan programmamizni kelar sonda ko'rishaylik. Allohga emanet. Va biz qilolay, yakshanba kuni biz shu cyber security, tor bexatarlik haqida bir yangi leksiya boshlaymiz. Bu bir necha qismliq. Yakshanba kuni birinchi qismini boshlaymiz. Buning ilolalari atog'ish taqibimiz hamsa. Xabar olib qolinglar, taqib qo'yinglar. Allohga emanet. Xo'sh hamsa. Allohga emanet hammalarga, o'ng'uchilar rahmat.